eng yomoni haligi odamlar, befarq odamlar. Bloger jadid asli. Faqat xalqini o'ylaydigan odam bo'lish kerak. Sohani osmonga ko'taruvchilar bor, sohani yerga uruvchilar bor. Shaxsiy manfaat dunyoni buzadi. Biz yana aniqtiraversak otamizga. Nima bu deb tursak. Shart emas 400 ta 500 aktyor chiqarish. Bir yilda 40 ta 50 ta chiqsa bo'ladi. Teatr bugun sizni mahoratingiz darajasida sizga ish beryaptimi? Bozorchi xotinda zo'rda. Qaysi kadr bugun kadr o'rganib olgan? Fidoyi yo'q. O'qituvchi bor, fidoyi yo'q. 50 yil teatrda ishlab qo'yapti. Mani deydi, bir rejissor ochmadi deydi. Mani talentim ko'p edi, ochmadi mani deydi. O'zini o'zi aldaydi. Hamma o'zini ishini bilib qilsa bo'ldi. Assalomu alaykum. Bu hayotda har bir insonni o'zini vazifasi bor, o'zini maqsadi bor. Va albatta har birimizning orzularimiz, o'ziga xos bir qarashlarimiz bor. Xulosalarimiz ham albatta dunyo qarashimizdan kelib chiqib, kimdadir baland, kimdadir hamin qadar, kimdadir o'rtamiyona. Farhod Abdullayev bu insonga nisbatan, bu aktyorga nisbatan hamin qadar yoki o'rtamiyona degan bir qarashni nazarimda ishlatib bo'lmaydi. Jussasi kichkina, lekin yuragi katta aktyor bilan suhbat qildik va bu suhbatga siz hozir guvoh bo'lishingiz mumkin. Farhod aka, odamda shunaqa bir holatlar bo'ladiki, o'sha fikrlar, xulosalar, savollar yig'ilib keladi va aynan o'sha holatda uni kimgadir aytish yoki qayergadir muhrlab qo'yish istagi kuchli bo'ladi. Bugun sizda o'sha istak bor. O'zi shu faoliyat davomida ko'p jurnalistlar suhbatga chaqirgisi keladi, chaqiradi. Lekin men birinchi marta bu gal sizga o'zim iltimos qildim. Yig'ilib qolgan rostdan. Nima deydi? Batareykani ham bir bo'shatib oladi-ku. Fleshkani ham. Fleshkani bo'shatib olganda bir bo'shatib, hamma shuni aytdim-ku deb bir yengil bo'lishim kerak deb o'yladim-da. Yana bir narsa, aktyor, san'atkor, san'atda ishlaydigan odamlar hammasi har xil odamlarda. Misol uchun ko'pincha bizani shu ashulachilar bilan ko'p birga ko'rishlarini ko'p istamayman men. Biz ajratish kerak. Aktyorlar intellekti baland bo'ladi. Hopizlar endi xafa bo'lishmasin mendan. Shunaqa. Ular misol uchun tezroq ashula qilib, elga chiqib, o'sha kimgadir bergan 3-4 so'mini chiqarish va tanilish va hokazo shunaqa harakatda yuradi. Ularning shunaqa turmush tarzi shunaqa. Ular she'r bilan ishlaydi asosan. She'r bilan o'sha kompozitor bilan, aranjirovщик bilan ish qilib mayli, ularning ishi. Lekin aktyorlarda fikr bilan ishlash bor-da, o'sha tomoni ham bor. Endi bizda intellekti boshqacha. Masalan, biz ularga nisbatan kengroq fikrlaymiz. Va unga majbur ham aktyor. O'qiymiz. Eng o'qimagan aktyor ham yilida 20 ta kitob deganim 20 ta pyesa o'qiydi. Teatrga pyesa olib kelinadi, o'qiladi, muhokama qilinadi. O'zi har bittasi pyesa, bitta kitob asli olganda. Eng o'qimagani. Aktyorlarda ham bor o'qimaydigani. Hech bo'lmasa o'sha o'qimaydiganlar shunda o'qiydi. Siz teatr aktyorlarini nazarda tutyapsiz. Teatr aktyorlarini. Hozir aktyorlar ko'payib ketdi. U aktyorlar mayli endi alohida, lekin men haqiqiy profi aktyorlarni aytyapman-da. Lekin teatr ichida ham o'qiydiganlari alohida bor, fikrdan darrov bilinadi. Demoqchimanki, biz alohida bir soha. Bizani ko'pincha shu qo'shib olishadi san'atkorlar qilib. O'zim ham bu hukumatga bir yordam bermoqchiman. Bir fikrim borki, yo bu haligi nima deydi, shu birga qo'shib unvonlar berishadi-da, shuni ajratish kerak, yo yo'q qilish kerak bu unvonni. Yoki yana bitta unvon qo'shish kerak. Bu degani O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan hofiz degan. O'shanda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan hofiz O'zbekiston xalq hofizi bo'ladi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist va O'zbekiston xalq artisti bo'ladi. Alohida bir-biriga aralashmaydi shunda. Juda chiroyli bo'ladi. U mayli, u boshqa narsalar, lekin
Shu mana onam rahmatli shuni tushunganlariga man qoyil qolganman. Ko'p aytaman-ku, man artist onasi desa, mani o'g'lim aktyor deganlari. Aktyor. Keyin bu sohani ichida ham komik aktyorlarni man bir alohida gapirmoqchiman-da. Shunaqa tendensiya bo'lgan sobiq SSR paytida Leninni o'ynagan yoki bir partiya birlamalarni o'ynagan odamlar albatta xalq artistlari, SSR xalq artistlari bo'lishgan. Lekin G'ani Azamovdek, Obid Yunusovdek aktyorlarni ko'proq teatrni boqqan aktyorlar bular. Gastrol, 1000 marta spektakl o'ynagan, 1000 dan oshiq o'ynashgan. Xalqona aktyorda, xalqona aktyorda ular, xalqona. Ana shular uncha ko'p e'tiborga olinmagan. Ko'proq jiddiy odamlar, hatto ota-onalarimiz ham jiddiy, sen raykomni o'ynasangchi, partkomni o'ynasangchi deb shunaqa qarashganda. Shunaqa noto'g'ri tendensiya. Endi mana shu komik aktyorlar nimaga aytyapman buni? Komikga moyil aktyorlar bular ko'ngli bo'sh odamlar bo'ladi. Keyin juda aqlli bo'ladi. Mana Rossiyada man Nikulin bilan gaplashganman. Keyin kitoblarini o'qiganman Nikulin haqida. Leonov Dadjanem bilan suhbatlashganman, dunyo gurunglari. Mana Koklachov degan bir sirkchi borlar. Mushuklar bilan to'la, uy to'la, hamma yoq teatr to'la mushuk. Ana o'sha odamni suhbatlarini eshitganman. Hangumang bo'lib qolganman. Ana Obid Yunusov bilan, lekin Soyabxo'jayev bilan gaplashmaganman, lekin men bilaman shular. Birov gaplashmagan u odam bilan, faqat foydalangan, gaplashishmagan. Men Obid Asomov bilan gaplashganman. Bir Obid Asomov bo'lib qolib, Obid bo'lib gaplashganida shu dunyoni gurunglarini qilganda umuman boshqa odam. Aslida. Asli o'sha Mirzabek Xolmedov ham bir gaplashib qolsangiz, askarchilar, mana xotamlar gaplashsangiz, umuman bularni gaplarida mehr, ularni gapida ong, tushunish, vatan haqidagi gaplar, ularni oddiygina lekin zo'r odamlar. Shunaqa aktyorlar bor. Tragik kattadir, govdasi fikr yo'q. Fikr buncha, govda katta. Mehr yo'q. Fikr qachon paydo bo'ladi? Bir narsani ko'rib, mehringiz qo'zg'alsa, keyin o'shanda fikrlaysiz, nega bu bunday? Nega bunday bo'lgan? Nega bular bunday degan savollar qo'zg'ab sizni keyin fikr qilishga va faylasuf bo'lishga olib keladi. Fikrlamasangiz, uni ko'rmasangiz, o'tib ketaversangiz, o'dayib, qayerdan siz faylasuf bo'lasiz? Qayerdan siz bir umrlik bagaj yig'asiz? Shu Obid Yunusov sal gapirsa yig'laverardi, sal gapirib yig'laverardi. Shu ko'ngli bo'sh. Ana shu aktyorlarni qadrlanishini men istayman. O'sha odamlarni qadrlanishini men juda ko'p o'sha paytda, yoshlik paytimda, hali yosh aktyor paytim o'ylaganman, shu optakalar deyman, Soyabxo'jayevlar, G'ani Azamovlar, shular bir Olimxo'jayevlar bu yoqda, Sho'burxon bu yoqda, Abroqda hammasi alohida status, hammasi. Masalan, bir narsa bo'lsa, bir so'zga chiqish kerak. Partiya bir bolosida desa, yo'q, buni yuboramiz. Bu bo'lmaydi. Yo buni. Bu Leninni o'ylagan, qilgan narsalar bo'lgan. Hozir ham mana misol uchun teatrda bir uroda yo mashoda yo'q bir aktyorcha prezident bilan uchrashuvda paydo bo'lib qoladi. O'shani o'rniga fikrlaydigan bir odamni yuborishsa, ham o'sha o'tirganlar
zavq, chunki u gapirishni biladi. U talab qilmaydi. Tajribasi bor. Tajribasi bor, kimga qanday gapirishni biladi. Me'yori bor odam yuborilsa, keyin o'sha yerda o'tirgan odamlar ham, aktyorlar yaxshi fikrlar ekan degan narsa. Mana hamma gapga olib kelayotganlarim shu, aktyorlar ham yaxshi fikrlar ekan, ular bilan hisoblashish kerak ekan degan ma'noga olib kelishdi endi. Bu komediya. Bu buni bu yoqqa yubor. Buni bu yoqqa olib kel buni. Buni bu yoqqa bu yerda tursinlar. Yoshga qarab bo'lish kerak, statusiga qarab bo'lish kerak. Yaxshi ma'nodagi tabaqalar. Yaxshi ma'no. Masalan, bir joylarga, misol uchun bir qanaqadir bilmayman, bir KVN bir narsalarga, misol uchun juda katta yoshdagi odamni olib borib o'tda qiynash kerak emas. O'sha boshqa odam borish kerak, o'zi ham zavqlanish kerak. O'shanda yaxshi ma'nodagi tabaqalangan bo'lish kerak. O'shanda o'sha aktyor ham xafa bo'lmaydi, bunisi ham ko'ngli qolmaydi. Hammasi to'g'ri u kishi boradigan joyda. U kishi shunaqa deb normal ketadi. O'sha buzilgandan keyin mana shu mayda-mayda narsalar buzilgandan keyin o'sha teatr degan bir dargohi zil ketadi. Mayda kishi bilmas zil ketadi. Mana ko'p shu teatrdagi narsalar qiynaydi. Masalan, bitta aktyor bo'lsa, telefon orqali kelib qolgan shu teatrga. Hech narsa qo'ldan kelmaydi. Nol. Mana siz operatoringizni borib o'sha rol beray, o'ynaydi. Lekin u institut tugatgan, davlat pul to'lagan unga, stipendiyalar bilan o'qigan. Bir qo'ng'iroq bilan kelib qolgan. Lekin aktyor emas. Aktyor emas umuman. Kontraktni buzib siz noloyiqsiz deb ayta olmaydi, chunki u qo'ng'iroq qildiradi yana. Mana yuribdi, mag'rur yuribdi. Men qizig'i, men gapirib shu bola haqida, bu noto'g'ri-ku bu, buni yurishi, yoshlarga ta'sir-ku bu. Shuncha pul oylik oladi shu. Gapirsam, men bitta rig'sapamdan boshqa kattalar jim o'tirishibdi. Keyin jim o'tirgani ham mayli. Chiqqandan keyin u bolaga borib, qo'yaver. Yuraver, normalniy. Yuraver deb qo'yadi. Bola nima deydi keyin? Men yaxshi ekanman deydi. To'g'ri yo'lda ekanman. Chunki hammasi biladi, shu odami bor. Qiziq bu odamlar. Siz prezident bilan uchrashganingizda nima aytgan bo'lardingiz? O gaplarim ko'p mana. Birinchidan, mana qarang. Biz hozir nima uchun shu paytga kelib jadidsirab qoldik? Jadid prezident ham jadid, hammamiz ham jadid kerak deymiz. Nima uchun? Chunki o'zini o'ylaydiganlar ko'payib ketdi. Hamma o'zini o'ylaydi. Jadidlarning eng katta kuchi, eng zo'rligi, ular hammasi o'ziga to'q odamlar bo'lgan. Indamay yursa bo'ladi. Tirikchiligini qilib, yo'q. Ular shu xalqni o'ylab, gazet chiqaray, teatr quray, maktab ochay, o'qitay, mana shunaqa qilib millatni ko'taray deb jon fido bo'lgan odamlar. Prezidentimiz haligi saylov oldi uchrashuvlari viloyatlarda bo'ldida, Qashqadaryoda bizni ham taklif qildi, bordik. O'sha yerda 3 soat, 3,5 soat tika turib gapirdilar-da endi. Qoyil qoldim. O'shanda bitta gap hammaga aytganki, menga aytinglarchi, meni nima qiynaydi hozir? Hamma jim. Nima meni qiynashi mumkin? Hamma jim. Meni kadrlar masalasi qiynaydi. Bunisini olasiz, bunisini qo'yasiz, muttaham, yana bunday. Lekin men ularga yetib boraman dedilar. Men ularni bilaman. Hammasini. Eng qizig'i dedi, meni bilishimni ham biladi ular. Shu gap esimda qoldi-da. Hozir meni gapimni eshitayotgan odamlar o'ylashi mumkin, bu kishi odin olmoqchimi degan gap. Lekin biz
inson bo'lib rahmat aytishni ham bilishimiz kerak. Tasavvur qiling, mana uyingizda otangiz sizlar uchun, bizni katta bo'lishimiz uchun otamiz olib keladi, tirikchilik ketadi, mana dadamiz asfaltlar qilib ishlagan odam, kasallar orttirib ishlagan odam uyiga bizni yana anaqtiraversak otamizga. Nima bu deb tursak. Va otam zo'r, va otam zo'r, otam desak g'ururlanadi-da, bolalarim, mani bolalarim bilyapti-ku deb yana biz endi Aslida ham farzandlar bilish kerak-da. ha? Aslida ham farzandlar bilish kerak-da o'sha mehnatni. Bilish kerak-da. Yurtni boshida turgan odam mehnatini xalq bilish kerak. Ana yurtni boshida turgan odamni mehnatini xalq bilish kerak va uni aytish kerak. Yaxshini yaxshi deyish kerak. Birinchidan prezidentimizni harakatiga qoyil qolish kerak. Nima deydi? Bizni kimligimizni bilmoqchi bo'lsang, biz qurgan imoratlarga boq. Bo'lgan-ku. Mana qanaqa inshootlar qurilyapti. Mana shu Imom Buxoriyni endi buni ko'rish kerak. Dunyoda yo'q bunaqasi. Buni tan olish kerak. Bitta joyini o'zi bilmayman, ham kutubxona, ham observatoriya, bilmayman, ham muzey, ham masjid. Qarang. Haqiqiy ma'naviyat maskani bo'lganda. Maskan, hammasi elektronlashgan. Bironta bir nima topolmaysiz. Javobsiz bir narsa. Hammasiga javob. Mana islom sivilizatsiyasining markazini qarang. Kelib hamma hayron qolyapti. Bu bilan millat ko'tariladi. Bu dunyoda o'zi ko'p qiyin narsa emas. Hamma o'zini ishini bilib qilsa bo'ldi. Bu yangi tuzilayotgan mamlakatga hamma yordam berish kerak. Yordam qanaqa? Boya aytganimdek, hamma o'zini ishini qoyil qilish kerak. Hech bo'lmasa ishini qoyil qilmayotgan bo'lsa, xalaqit bermaslik kerak. Xalaqit bermasa o'sha yordam bergani bo'ladi. Bir yaxshi odam bor, Zafar Ro'ziyev. Shu odam bir yaxshi gapi bor. Bizda eng yaxshi yomon odam deydi, vaysaqi odamlar deydi. Bizda shu vaysaqi degan ibora bor-da. U kim? Hech kimga foydasi tegmaydi. Shu Rossiyadan o'g'li bir $200 yuboradi. O'shani sarflab shu qishloqning markaziga chiqib, magazinning yonida karta o'ynab o'tiradi-da, la. Bizda ham, mana Amerikani bilmaydi nimaligini. Boshqa mamlakatdan qo'sh og'ziga qaratib, laqillab o'tiradi, vaysab o'tiradi. Ana o'sha odamlar, vaysaqi odamlar dushman odamlar. Yaxshi odamlar emas. Aqlli odam hammasi, masalan, meni ham e'tirozlarim bor. Misol uchun, sohani har xil odamlari bor-da. Sohani osmonga ko'taruvchilari bor, sohani yerga uruvchilari bor. Hamma sohada bor. Mana men jon kuydirib, bir narsa qilib jon kuydirsam, yana bitta san'atkor degani to'yda navbat talashib urishib o'tiradi. Mana ko'rib turgan xalq mani eshitadi, keyin uni ko'rib, artistni qo'y deydi. Shukr aytishni bilish kerak, qo'rqmaslik kerak undan. O'ylamasdan gapini gapiruvchilar, o'ylamasdan bizaga 100 karra qiyin oddiy odamlardan. Masalan, biz avtobusga chiqsak, birinchi bo'lib bilet olishimiz kerak. Hamma bizga qarab turadi. Ko'chada yurishimiz, turishimiz hammasi ibratda. Hammasi hozir telefonlar ko'payib ketgan. Umuman juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bir xillar turib chiqib olib, mamlaqa telefonda nimalar deb gapirib, orqasidan millionta gaplar noto'g'ri harakati uchun gapirib tashlashadi. Sohani odamlari o'zi yetish kerak-da. Birinchi navbatda. Tili boshqa, dili boshqa. Teatrda ham misol uchun, mana menga palonchi rolni bering deb o'zi to'yga chiqib doirada pul yig'ib qanaqa bo'ladi? Hammasi mumkin emas. Hamma sohada bor. Hamma sohada osmonga ko'taruvchilar bor. Shu qatori yerga uruvchilar bor.
hamma yoqda insonni shaxsiy manfaat dunyoni buzadi. Ana shu gadjetlar yana misol bo'ladi shunga. Kecholmaydi bir narsadan. Kechishni o'rganish kerak. Bu narsani kechmasa ham bir narsa bo'lmaydi. Masalan, men ham to'ylarga chiqib, qiziqchilik qilib yurib, pul ishlab, hali odamlarga mutam qilib yursam bo'lardi-ku. O'sha paytdan yo'q dedim. Men Choyxo'jayev bo'laman dedim. Mana Butunusov bo'laman teatrda. Nima bo'laman deb ishladim. Mana bo'ladi-ku. Shu ham yuribdi mana hozir. Mendan ortib ketgani yo'q, eng muhimi. Uyim, joyim, hovlilarim, mashina, hamma narsam bor. Xudoga shukr. Hammasini beradi. Qanoat. Unga kalla kerak. Odam o'zini boshqarishi kerak. Laqillab qo'yib, bir narsa qilib, ketib, ishdan yana kelib, bir narsalar. Boshqa odam hayotini boshdan kechirish u juda qiyin masala. Sizni o'zingizda ruhiy sinovlar qaysi paytlarda yuz bergan? Aynan kasbingizda ruhiy sinovlar. U doim bor. Endi ko'proq shakllanish paytigacha men to'g'rimikinman, ertaga bir narsa bo'larmikin, u payt uyingiz yo'q, joyingiz yo'q, nimadir oylik unaqa degan paytlar o'shanda aql boshqargan menda. Siz aytgan narsalar hali ham davom etadi. Nohaqliklar bo'lib qolsa. Men endi teatrda talashib turaman, to'g'risi yomon ko'rinaman. Shu rahbarimiz ham meni ko'proq shu gapiradi deydi. Noto'g'ri narsalar bo'lsa men qiynalaman. Men deb keta olmayman-da. Bilmayman, xarakterim shunaqa. Yomon ko'rsin. Lekin baribir men bitta bolani teatrda yaqinda yomonladim nimada ishdan bo'shasin. Mayli, lekin men ishonchim komilki shu bola albatta bir kun meni tushunadi. Chunki unga yaxshilik qilayotganingizni tushunadi. Agar hozir meni gapim bilan bir narsa bo'lib ketsa, u seriallar olib, bir balolar qilib ketsa, yo'lini topib ketsa, keyin bir kun g'urur bilan aytadi shu. Mana dedi, bundan bo'ldi. Mana shu odam dedi, shu payt yomon ko'rindim deydi, lekin shu odam balkim shunaqa. Aytmasa, u nima? Eng yomoni haligi odamlar, befarq odamlar. Mana qiynaydi hozir befarq. Jim o'tirishadi. Bir o'shada nomlarim bilan, haligi qirg'larim bilan aytdim. Hamma tushundi kimligini. O'zi tushungani yo'q. Tushunmagandek bo'ldi, lekin umuman hech narsani faqat o'zini o'ylaydi. Keladi, rolni o'ynaydi, ketadi, ishini bitkazib ketadi. Bo'ldi, teatrni umuman o'ylamaydi. Nima bo'ladi ertaga bu? Nima bu? Na yaxshi, na yomon. Endi teatr haqida ikki og'iz gapiringsa, yo, men bu yerlik emasman. Ya, ketadi. Shular gapiradigan payti asli. Yoshi ham, boshqasi ham. Men shularni tushunmayman. Gapirish degani yaxshilab gapirish bo'lsa. Meni fikrim mana shunday bolalarim. Mana bunday bo'lsa, mana bunday bo'ladi deb yo'q, mana shunda o'tirib, shunda chiqib ketishim. Bo'ldi. Ana shular meni qiynaydi. Hozir ham. Endi bu hamma sohada bordir bu narsalar, albatta. Endi men o'zi bir ko'rsatuv qilmoqchiman, sizga ham aytganman. Men o'zim mana bu eslab-eslabda charchab ketdim. 40 ta odam bilan gaplashaverib. Shu bitta odam bilan sizda gaplashkim keladi. O'tirib bir ma'nilik odamni topib, u bilan gaplashkim keladi. Unaqa suhbatdosh ham topish qiyin. Bilmayman, bizda o'zbeklar ochilmaydi. Shu ruslarga qoyil qolaman-da. Hammasini aytishadi. Undan uyalmaydi, boshqa qilmaydi, chunki boshqalarga o'rnak bo'lsin deydi hayotini. Yashab o'tgan hayotda. Yashab o'tgan hayotda men 90, 80, 90 kirgan odam gapiryapti. Xatolardan uyalmaydi. Uyalmayman, xato qilganman deydi. Xato qilganman, mana shunaqa bo'lgan deydi. O'shandan xulosa chiqaradigan odam xulosa chiqarish kerak. Mana shunaqa suhbatdosh lan topaman albatta.
Bir oyda bitta bo'lsa ham topib gaplashsam bo'ladi. Iymonim komilki, ana o'shanda o'sha odam ham o'zini sohasidan aytadi. Shunaqa kamchiliklar bo'lganini. Teatr bugun sizni mahoratingiz darajasida sizga ish beryaptimi? Yo'q, men unga O'zim aktyor mahoratini- men unga qarab qolayotganim yo'q. Mana ko'rasiz-ku, o'zingiz men Sirdaryo teatriga borib ishlab keldim, Didorda ishlayman. Men qarab turmayman. Qarab turish noto'g'ri. Chunki kutuvchi emas demoqchisiz. menga ish beradigan rejissyor yo'q teatrda. Mayli katta gapirayotgandirman, noto'g'ridir. Lekin men katta rejissyorlarda ishlab o'rgandim-da. Katta shoirlarning she'rini o'qisangiz, shoirlarning she'rini o'qimay qo'yar ekansiz. Yaxshi rejissyorda qiyin ekan bu yoq. O'shaning uchun men sahnalashtirman o'zim hozir. Qanoat qilib, misol uchun meni qachon bir xil aktyorlar bor. 50 yil teatrda ishlab qo'yapti. Mani deydi, bir rejissyor ochmadi deydi. Mani talentim ko'p edi, ochmadi mani deydi. O'zini o'zi aldaydi. Ochiladigan aktyor bitta sahnadan o'tib ketsa, ochiladi. O'tib ketishi o'zabda qoqiladi, bir bola "Oh" deydi. Bo'ldi, ochiladi. U yillab kutib meni och, noto'g'ri gap, aldaydi. Shuning uchun kutib yashadim. Yo'q, noto'g'ri. Harakat qilish kerak. Mana biz teatrda Malika Ibrohimova pyesa ko'tarib keladi. Men olib kelaman, misol uchun, yana bir ikkita. Bo'ldi, qolganlar shu. Bersa, endi mayli. Gaplarimiz juda ko'p, endi maydalashib ketamiz. Lekin hozir siz aytgan narsa meni nima qanoatlantirmaydi, chunki rejissyor yo'q. Bironta festival ko'rganimiz yo'q teatr bilan. Bironta bir tashqaridan rejissyor taklif qilingani yo'q. Bo'lmasa pulimiz bor deydi doim. Aktyor rol kutib yashaydi degan aqida eskirgan-a? Yo'q, aktyor qaram. O'zi asli rejissyorga qaram. Rejissyor ish bersa ishlaydi, lekin o'sha qaramlikdan vaqtda chiqib ketish kerak-da. Yosh tepangiz qaram bo'lasiz, albatta. Hali siz kimsiz? Hali teatrda bir nima deyishga. Lekin masalan, ma'lum bir paytga borganda, to'xtang, og'ayni. Bu mana bunaqa bo'ladi, mana bunaqa, men mana bunaqa rol qilaman deb aytishingiz kerak. Kutib o'tirdi. Teatr. Teatr qachon gullaydi, bilasizmi? Mana hozir bizda Xudoga shukr, tomoshabin mana meni ko'nglim 15 yildan beri anshlag, mana yangi spektaklim ham shunaqa. Tomoshabin zo'r, lekin umum teatrlarni olib o'ylab gapirilganda, qachon odamlar teatri moda bo'lsa, rasm bo'lsa, rusum bo'lsa, birinchidan shu kattalar kelsa. Keyin mana ko'cha odamlari deydi, bular. Rusum bo'lsa teatrga borish, ana o'shanda sen teatrga borganmisan desa, endi juda qo'pol qilib aytganda, bittasi qaynota kuyovim ham kuyov bo'lmishman gaplashayotgan paytda, qayerda ishlaysiz, tirikchilik qanday, unday, teatrga qachon borgansiz deydigan bo'lsa, ana o'shanda viloyat teatrlari ham tug'iladi odam bilan. Hamma sohada shu sohani qoyil qiladigan odamlar kerak-da. Shulardan mo'ljal olinadi. Shu sohani mana shu odam bor, bayroqdori, bilmayman qanaqa. O'sha bayroqdori zo'r bo'lsa, qolgan bir ikkita nimalar ko'rinmay ham xatolar ketadi. Mana o'qituvchilar deymiz. Qanaqa imtiyozlar? Nima o'zgaryapti? Fidoyi yo'q. O'qituvchi bor, fidoyi yo'q. Hamma narsani men faktlar bilan gapirgim keladi-da. Mana bizning Yakkabog'da, qishlog'imizda shunaqa fidoyi o'qituvchilar endi. Sharoit yo'q. Lekin fidoyilik dunyo qadar. Mana bitta shu bizni qishloqning o'rtasidan daryo o'tadi. Bahorlarda sel kelib ko'prikni olib ketadi. U yoqda betdagi bolalar xursand, maktabga kelmaydi. 10 kun ko'prik bitguncha mazza. Bu yoqda. Lekin o'sha Murodov degan domlamiz matematika.
u tarafda qoladi, selni u yoqda. Qolib o'sha yerda hamma bolalarni bitta uydan terib, uyiga olib kelib dars o'tadi. Unga oylik olmaydi. Shu ishga kelmagan bo'ldi. Qarang, qanaqa odam. Meni yomon ko'rardim, chunki men matematikaga uncha yo'qman-ku. Matematika qiziqarlarni yaxshi ko'rardim, lekin men bilaman-ku odam fidoyiligini. Umrini oxirigacha shunaqa bo'ldi. Siz matematikani tushunmasligingiz mumkin, lekin Murodovni tushunasiz. Murodovni tushunaman-da men. Hurmat qilaman. Qarang, u bo'lmasa unga birov majbur qiladimi? Hammani yomon ko'rinib, uydan yig'ib kelib, uyda dars o'tib, yana jo'natib, ularni o'zicha xursand. Dars bo'lmaydi. Yo'q, o'ta Murodov bor. Sel kelsa ham, do'l kelsa ham. Nafisa Nurova mana adabiyot o'qituvchimiz. Mana shu san'atkor bo'lishimga sababchi, she'rlarni shunaqa aytdi, shunaqa chiroyli go'zal ayol. Hamma o'qituvchilar fidoyi edi-da. Hammasi. Hozir hammasi tirikchiligi bor, fidoyiligi yo'q. Mana bitta Qashqadaryoning qayerda bitta o'qituvchini eshak minib dars berganini ko'rsatishadi. O'sha fidoyi. Fidoyi. Lekin men bu yerda men ko'raman, o'qituvchilar kunida orden oladigan boshqalar hammasi yaltiroq kiyimlarda keladi, direktorlar, boshqalar. Fidoyi emas. Qani eshakni yurgan opa deng. Qani o'sha eshakni bergan opa qani? Yo'q. Hozir mana ozgina men xursand bo'layotganim, mana yaqinda Saida Muqaddas Xoliqova aytdi, yonimda shu orden olganlardan bitta ekskavatorchi qiz bor ekan. Shuna xursand bo'ldim dedi. Yaxshi, mana shunaqa narsalar odamga xush yoqadi dedi. O'qituvchi. Gap maoshda emas ekan. Da, fidoyilik bilmayman, o'zini tanida bo'ladimi, bilmayman. Xonada bo'ladimi? Xonada bo'ladimi? Kechalari qolib, bolalarni olib qolib, o'qitib hech narsa bermaydi unga hech narsa. Yo'q, meni bolam o'qishga kirish kerak, meni shogirdim bo'lish kerak deb talashib bor shunaqa fidoyilar. Bu o'shani hisobiga bu soha ishlayapti. Aktyorlikning nimasi qiyin deb savol bersangiz, yaxshi aktyorga umuman qiyin emas. Baliq suvda yurganday yuradi. Hamma janrlarda ijro. Eng yomoni adashib qolgani. Kichkina rollarni o'ynab chiqib ko'krak kera olmaydi, maza qila olmaydi. O'sha sohaga adashib kirgan. Kimning bahonasi bilan kirib qolgan? Institutga ham shunaqa kirib qolgan, bitirgan. Mana biz institutda o'qigan paytimiz ikkita uchta bola bor, shular o'z-o'zidan ketdi. Kirgan qanaqadir yo'l bilan. Lekin shunda ko'rdi-yu, bizlar quyon bo'lib, ayoq bo'lib, yurgan payt sekin ketdi. Va to'g'ri qilishgan. To'g'ri qildi o'shalar. Yuraverishmas kerak sohada, yuravermaslik kerak. Ertaga bo'lib qolar, yo'q. Shunda qarab, shunda eshikni ochganingizda sohangiz bilinadi. Meniki deysiz. Masalan, men kiyimni razmerim bilmayman. Shunda qarayman, mana shu meni razmerim, mana shu meniki deyman. Raqamni bilmaysiz. Yo'q. Chamalab bilasiz. Ha. Bu bilish kerak-da odam o'zini. Sohaga shunda kirdimi? Sohani bitta qarab, olib kirdi deylik, bir tanishi. Kirdi, yaxshigina oylik, qarash kerak. Bu meniki emas, deyishni bilish kerak. Yo'q deb yuraversa, ana o'sha odam eng xunuk odam. Umri o'tib ketib qoladi. Boshqalarga ta'siri bor uni. Siz atrofingizda kim fidoyi aktyorlardan? Yo'q, Xudoga shukr bor. Bor. Bo'lmasa bo'lmaydi bu soha. Fidoyilar ko'p. Kattalar endi ular endi o'zi umrini fido qilib qo'ygan fidoyi endi ular. Men ko'p yoshlar haqida gapirmoq. Yoshlar chunki men urushaman ham, men aytdim-ku boya. Lekin shunaqa zo'r yoshlar bor. Teatrda o'zini o'rnini topib bo'lgan. Men ko'proq ular bilan ishlayman-ku. Men bilaman qaysi qanaqa darajada. Men yaqinda bitta narsa o'yladim. Uni oldin o'ylab yurardim. Shu Burxonovlar, Olimxo'jayevlar shu o'zini bir nimasini mukofotini ta'sis qilsa bo'lmaydimi? Teatr ichida
yoshlarga deb qo'yardim. Keyin o'tib ketdik, yana esimga tushib Turg'un Azizovga bir aytay dedim. Qanaqa qoldi. Endi yaqinda o'zim ta'sis qildim shuni. Farhod Abdullayevni borib bir joyda bir yaxshi yigitlar bor ekan, yoshlar, shunaqa chiroyli sex qilishgan, statuetkalar chiqarishadi. O'sha yoqqa borib hammamiz yoshlar maslahatlashib, o'shalar bilan statuetka, teatr maskasi 2 tomonlik, uni yozdirib oldim. Bu yerda shunaqa yozildiki, Farhod Abdullayevdan ishonaman degan. Endi bu ishonaman degani bu teatralniy fraza, endi veryu ne veryu degani ishonaman degani. Keyin shunga ishonaman men. Shu teatrni haqiqiy xodimi bo'lib qoladi deb ishonganim uchun deb shu topshiraman. Hammasini tayyorlab qo'yib, hali hech kim bilmaydi uni kimligini. Bilmayman qanaqa qabul qiladi teatr kattalar. Balki Mahmad Ali qabul qilar, bilmayman. Lekin siz ham yosh emassiz-ku, Farhod. Endi o'yladimki, men ham endi 70 ga kirib shuni qilsam bo'ladi deb o'yladim endi. Chunki bolalarni men shunaqa o'sha yerda gapirmoqchimanki, masalan bu yigit, bu qizni misol uchun hali kelajagi bor, men bunga ishonaman. Davlat mukofotlari bo'lar, unvonlari bo'lar, lekin mana shu debochasi bo'lsin. Mayli bir joyda turib otib yurar, lekin shu Farhod Abdullayev menga ishongan narsasi bu deb rag'bat bo'lsin kichkinagina deyman. E'tirof. Puli ham bo'ladi. Shu narsaga jazm qildim. Balki to'g'ri, noto'g'ri bilmayman, lekin baribir yana yil kim olarkin degan narsa bo'ladi baribir ozgina. Balki yordam bo'larmikin shu. Balki boshqa aktyorlardan keyin shunaqa fikr tug'ilar. Davom etar, ulanib ketar. O'sha maqsad. Balki boshqa teatrlarga yuqib ketar bu. Balkim. Chunki hamma teatr o'zini katta aktyori bor. Yana bir narsa, hazillashib, men shuni yaxshi ko'raman. Hazillashib bir kun men unvon olibdi, men bu unvon olibdi desa, Farhod Abdullayev iqrori bormi unda? Desa, yo'q, ana menda bor deydigan balkim. Hazilda endi, lekin shunaqa bo'lish kerak deb o'ylayman. Chunki men o'sha paytlar shu narsa bo'lishini istaganmanki, demakki shu bor, shu narsa. Men yana e'lon qilaman shu, mana shuncha miqdor, lekin bu har yil oshib boradi. Kamaymaydi, oshib boradi. O'sha mukofot oshib boradi. Hali bir yigitga bir o'patimda aytsam, aytadi, shuni qilsangiz deydi, men bir televizor beray deydi. Televizor ham qo'shib bering, yo'q, keyin aytamiz, gap televizorda emas deb ko'rdim. Demak, shunaqa sponsorlar paydo bo'lib qolishi. Bilmayman, lekin eng muhimi rag'bat, chunki men yoshlarni ko'proq urushaman. Ko'proq ular bilan ishlayman, spektakllar qo'yaman. Men bilaman ularni imkoniyatini va xarakterigacha, uni harakatigacha bilaman. Qaysi shu teatrda fidoyi bo'lib qolishi, shu yerda umrbod qolishiga ishonganimga shuni topshiraman. Ishonaman degan joyi bo'ladi. Kimga ishonasiz bugun teatrda? Bor, yoshlar bor. Kimlar? Mana ismi bilan ayting. Va fidoyilarda ham ismlarini aytmadingiz. Fidoyilar misol uchun mana Malika Ibrohimova, Nodira Mahmudova. Men o'zim ko'proq ishlaganlarim bilan aytayapman. Endi kattalarni aytsam, ular hammasi fidoyi. Endi ular ularni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Malika Ibrohimovani fidoyiligi faolligida. O'sha pyesalar topib kelib, o'zi qo'ydirib, harakat qilib, Nodira spektaklni sahnalashtirib, ham institutda ishlab, o'sha Lola Eltoyeva ham shunaqa. Endi yoshlardan mana Sobir Otajonov bor, ko'p yoshlar. Ixtiyor bor, Ulug'bek, Baxtiyor Yusupov, bular men zavqlanib ishlayman shular bilan va shularda ta'sirimni ko'raman. Ana shular ko'proq shu yoshlarni nimasini men endi o'ylayman. Yoshlar bor, xatolar ko'p. Olib tashlagan ko'p yoshlarni kerak emas, yoshlarni olib tashlagan 5-6 ta qizlar bor, kerak emas umuman teatrga. Yaqin ham kelmaydi. Mana uning ichidan ajratib olib bekor umrlar ketib qolyapti-da shu bolalarning, mayli.
Boshqa joyda gullab yashnashim mumkin deysizda. Bilmadim, bunisi ham qiyinja. Nima yetarli darajada bugun yoshlarga aynan mana shu aktyorlik sohasida yetarli darajada nimani o'rganmayapti yoshlar? Mahorat darslari bo'layotgan bo'lishi mumkin. Nima Yo'q, yetmayapti hech yoshlarga? narsa yetmaydimi? Hamma sharoit zo'r, Yo'q, boyigidaqa. o'zlariga. O'zlari institutdan to'g'ri kelmayapti. Institutda yo'q bagaj. Men masalan, mana bitta oddiy narsa. Men ko'ngilli sahnalayotgan paytimda repetitsiya jarayonida aytdim. Bolalar dedim, menga topinglarchi dedim. Spektakl paytida aktyor eng rohat qiladigan nima narsa dedim. Bijir yo'q, topolmaysizlar. 2 kun dushanba, yakshanba dam o'rganib kelinglar. Kelishdi. U deyishdi, bu deyishdi, yo'q, topisha olmadi. Eng mazza qiladigan har xil gap aytyapti. Men aytyapmanki, eng mazza eshitish. Jim bo'lib qolishdi. Partnyoringiz gapirayotgan paytda eshitsangiz shunaqa mazza qilasiz dedim. Keyin uni bir olim keldi, unisi aytib, "To'g'ri aytgan ekansiz. Mazza ekan eshitish." Muqaddas ham aytadi, "Haqiqatan zo'r ekan, eshitishmaydi." Gapini tayyorlab turadi. Bu degan narsa bu yangilik emas, oddiy azi deydi uni alifbosi sohani. Demak, shuni bilmagandan keyin institutda 4 yil nima qilgan u? Chunki uni aytadigan o'qituvchi bizani masterlarimiz o'tib ketdi. Yo'q ular. Yo'q. Men aytaman, "Sizlarni o'qitmaganmi shuni?" desam, "Yo'q" dedi. "Nima o'qigansizlar sizlar?" o'tsam, "Yo'q, endi o'qiganmiz, lekin bu bitbor deyishadi. Bu qancha narsalar bor. Bilishmaydi. O'sha suhbatni boshida aytdingiz, qanoat, sabr dedingiz. Bormi bugun yoshlarda shu yetarlicha? Bor, 3-4 yoshli borda, men yaxshi ko'radiganlarim bor. Mana qarang, men Arsha Malallarni 6 da spektakl soat 4 dan keladi hammasi. Raspevka, raqslarni o'tadi. Ana shular zo'r. Chunki ular o'rgandi. Ular o'sha Bahodir Yo'ldoshga borib qatnadi. Ular boshqacha bolalar. Mana shu bir davr bo'lgan, mana shu Tohir Saidov, Abdurahim Avtobaho, Behzod Karimov, mana shularning paytida men aytardim, ana shular Bahodir Yo'ldoshev ko'rmadi-da. Hammasi boshqacha bo'lib katta bo'lishdi. Sinmay katta bo'lishdi. Siniq bo'lish kerak. Bahodir aka sindirardi-da. Mana shu Abduhoshim Ismoilovdan yaxshi gap o'rgandim men. San'atkor siniq bo'lish kerak. Siniq degani shu hammasi ichida ekanda, shu undan zo'r bo'ladi. Bahodir Yo'ldoshevga juda bog'lanib qolgansiz aktyor sifatida. Yo'q, endi o'zi umuman Bahodir aka bilan ishlagan barcha aktyorlar Bahodir aka bog'lanib qolgan. Bittasi Afzal Rafiqov, yana bittasi Elyor aka Nosirov, O'zbekiston xalq artistlari. Va mana siz ham. Yo'q, Bahodir aka bilan ishlash mazza edi-da. Men bolalar aytadi, Davron aytadi menga. Siz deydi repetitsiya qilsangiz Bahodir aka mana o'tiradi. Biz chiqsak bunday qiladi. Men bilaman chunki. Men necha yil Bahodir akam ishlab nima talab qilayotganini qarang, aktyorlik juda qiyin narsa emas asli. Aktyorlik mana spektakl olingandan keyin rejissor nimani xohlayapti. Boshida 1 soat eshitib bering. U janrni ham aytadi, ijro usulini ham aytadi. Bu qanaqa usulda qilinadi, bu qanaqa bir bola aytadi shuni. Shuni tushunib olsangiz bo'ldi. Keyin bitta qilib berasiz, rejissor ko'ngli to'q bo'ldi, o'tib ketaveradi. Tushunmasdan eshitmaydi o'sha paytda, keyin tushunmay yuradi. Tushunmayapman, nima bu yuradi. Biz Bahodir akadan o'rganganmiz. Shunda boshida eshitib diqqat bilan tushunib olib, grotesk. Grotesk. Bo'ldi, ketdik. Sahnaga chiqqanda birdan grotesk ijro. Tuda derdi. Bahodir aka, tuda, to'g'ri ketyapsan degan. Mana shunaqa narsalar bular bilmaydi-da shunaqa narsalar. Ijtimoiy tarmoqlar rivojlandi-ku. Farhod aka, mana hozir katta aktyorlar ham ijtimoiy tarmoqlardagi kichkina roliklarda rol ijro etyapti. Bu aktyorni san'atiga yordam beryaptimi? O'zini ko'rsatishga bir maydon sifatida xizmat qilyaptimi yoki minusga ishlayaptimi? Institut bolalarni qiynab qo'yyapti-da. Qaysi ma'noda? Chiqarib yotibdi. Bu teatrlarga borib ishlamaydi bular. Aktyorlar ham teatrga kelib ishlamoqchi bo'ldi, ishlay olmadi.
Kinoda osonda, teatrga yetkazib berish degan talablari bor, intizomi bor, boshqasi bor. Bular endi hozir ko'payib ketdi. Institut kamaytirish kerak qabulni. Kontrakt yo'q bo'lsa, institut o'z-o'zidan torayadi. Shart emas 400 ta 500 ta aktyor chiqarish. Bir yilda 40 ta 50 ta chiqsa bo'ladi. Bular och chiqyapti-ku, bular hammasi nima qilamiz? Nima teatrga borolmaydi, birga bo'lib boyadaqa narsalarni qilib yotishibdi. Har xil roliklar, nimalar, bayn. Katta aktyorlarni shu jarayonlarga aralashishiga qanaqa qaraysiz? Kim aralashgan? Men ko'rmayman lekin. Men ko'rmayman unaqa. Menga lekin bir taklif bo'ldi. O'sha biz teatrdan Baxtiyor chiqadi, Nabi Asad aka. Asad Nabiyev chiqadi, nima? Akmal. Shular agar to'g'ri kelsa siz ham nima qilsangiz aytdim, yo'q, men deb qo'ydim, bo'ldi. Tushundi. Bu yo'l, bu bayn degani bir yo'l topish. Shu zamonda bir nimadir qilib tirikchilik qilish degan narsa u. Men unga qiziqmayman ham, ko'rmayman ham, bilmayman ham. Mening maqsadim, asosiy joyim, o'rnim, teatrim bor. Men boshqa narsa kerak emas. Kino, mana boraman, kelaman. Mana Yusuf Roziqov qaytdi, hozir film olyapti, xursandman. Alisher Uzoqovda film ikkalasidan men ikkita film bu yil oldim, bo'ldi. Mazza qilib ishlayman, hurmatim joyida. Ular hurmat qiladi meni. Alisher Uzoqovni aytganlarini qilasizmi? Men shunaqa birinchi marta ishlayapman, men sezamanki, u menga nima qilmaydi. Aniq bilan o'zimga qo'yib beradi. Chunki men bitta qarashda bilaman-da nima bajarish. Yo'q, baribir sizni ixtiyoringizga qo'yib bergandan tashqari, Alisher filmda rejissyor. Uni tan olgandan keyin siz qadam tashlaysizda. Tan olasizmi rejissyor sifatida Alisherni? Yo'q, men birinchi ssenariyni tan oldim. Bolalar filmi, futbol haqida, qishloq bolalari bilan shahar bolalarini munosabati va chempionlikka olib chiqishi. Bolalar haqida film. Men nimaga ishondim? Chunki u futbolni yaxshi ko'radi Alisher. O'zi ham futbol o'ynaydi. Bir paytlar bir jamoaga nima qilganmiz, balet qilganmiz. Chunki bilgan sohasini qilyapti. Aktyorligini ham biladi, bu futbolni ham biladi. Endi rejissyorligi uni ssenariy bo'yicha ketadi, u yerda unaqa qiyin narsalar yo'q. O'sha bolachalarning munosabatlarini to'g'rilasa, biz u yerda ishlaymiz. Shuning uchun men rozi bo'ldim. O'zi chiqqani uchun men albatta qanaqa yo'q deyman. Balki yaxshi narsa bo'lar. Yo'q, yomon. Ishonish kerak. Filmda siz borsiz, Alisher ham yosh bola emas har holda. Ma'lum bir yo'lni bosib o'tdi, aktyor sifatida, rejissyor sifatida. Albatta. Xususiy filmlarda ancha pishdi. Buni ham tan olish kerak. Men aytmoqchi bo'lganim, Alisherga rozi bo'lganingiz meni hayratga soldida. Yusuf Roziqov bilan bir paytda Alisher Uzoqov bilan ishlash. Yo'q, endi misol uchun men u Yusuf Roziqov bilan ishlaganman, bu bilan deb yoshlarga ham ishonish kerak. Bilmaysiz nima bo'lishini. Bilmaysiz-ku, bir ko'rish kerak. Avvalo ssenariy. Agar menga ssenariy ma'qul bo'lmasa, Yusuf Roziqovni ham o'ynamayman. Demak, yaxshi, beg'uborgina bir film. Bolalar, men o'zim shunaqa katta bo'lganman-da shu qishloqda. Futbol o'ynab, o'zimiz varatalar qilib, o'zimiz narsalar yozib, men esimda bor, Chayka degan jamoa qilganmiz-da. Men o'zim katta ichida nima qilib, chni geh qo'yganman. Gayka bo'lib qolgan. Ana shular esimga tushadi, shu ssenariy o'qiyotganda. Shu menga ma'qul bo'ldi. Hurmatimni qilib turibdi, ishondim. Mana siz hozir ijtimoiy tarmoqlar, hamma e'tibor shunga ketgan. Bironta bloger yakka yarim bo'lmasa ko'rmadimki, mana qishloqda ko'prik sel olib ketgan. Shuni qurishga tepasi turib qo'ygani yo'q. Hammasi hokimni aybini ushlab olib, undan pul olib, yer olib, nechtasi qamalib ketdi. Avvalambor bunaqa narsalarga jamiyat tayyor bo'lish kerak. Mana qarang, ikkita narsa bor. Demokratiya bor. Anarxiya bor. Demokratik davlat bo'lish uchun odamlar demokratiya nimaligini bilish kerak. Demokratiya bu so'z erkinligi. Bu degani hamma gapni gapiraver degani emas. Shallaqlik emas. Shallaqlik emas. U anarxiya bo'lib ketadi. Hamma o'zini gapini gapirgan, valdir yo'q. Avvalam kultur. Birinchidan demokratik davlat madaniyatlik, aqllik gapini gapira oladigan, erkin so'z so'zlaydigan va shuni javobini kutadigan bir
boya gaplashdik-ku, hali yaxshi beozor maslahatlar bilan chiqadigan, gapiradigan, uni tanqidni qabul qiladigan juda ko'p kriteriylari borda endi bu demokratiya juda nima narsa. Hamma narsani so'kinib bo'lsa ham gapirish emas bu. Ana shu blogerlar nechtalari mana endi isbotini topdi-ku. Balki yaxshi bo'lib ketar. Ular ham jadidlarga aylanib ketar degan umidi bor. Keyin bular odamlarni hokimlarga bo'lgan hurmatini yo'qotishga chaqirib qo'ydi. Qayerdagi bir shallaq xotin, "Nima, hokimcha? San nima?" Mana uni chiqazib u yoqqa. Bir to'yda ko'rib qoldim, to'rga chiqyapti. "Bu kimsan, bloger?" deydi. Shunaqa bo'lib ketganmisan, bu yomon deydi. Qo'rqitib olish. Hurmat talab qilib alohida joyga oladi-ku, o'sha yoqqa olishyapti-da uni. Oldin bo'lar shunaqa katta odamlarni, prokurorlarni o'sha xonaga oladi, o'sha yoqqa olyapti uni biza bu yoqda. Kim bu? Tanimadim desam, bloger. Anaqa bloger emas, bloger. Shunaqa zo'rmi desam, yomon u deydi. Mana. Ko'ryapsizmi? Bu noto'g'ri narsalar. Hali sen tayyor emas blogerlikka. Bloger jadid asli. Faqat xalqini o'ylaydigan odam bo'lish kerak. Kuyib ketish kerak. Tepasida turish kerak uni. O'tirib olib, birovni zaifligidan foydalanib, o'zini hamyonini o'ylash kerak emas. Shaxsiy manfaat faqat. U bloger misol bitta tumanni bitta bloger bo'lsa, u hokimga yordam berish kerak. Asli. Borib, mana bu yerda bunaqa ekan, hokim buva, sizni mana kuchingiz yetmayaptimi? Keling, mana shuni chiqarib, nima qilib so'raylik-da, mana kel davay birga. U hokimga qarshi olib borib, mana. Bu noto'g'ri. Aytdim-ku, har sohani yerga uruvchi osmonga olib chiquvlari bor. Mana yaxshi aktyorlar, men ko'proq Rossiyani nima qilaman, bular bilan bir gaplashing, dunyoni gurungini qiladi. Men aytaman, doim sizga ham uchrashuvlarda men bilan dunyoni gurungini qiling. Men bilan qachon san'at kirib keldingiz, bir ustozingiz unaqa yo'q. Men dunyoni gurungini qilsangiz, odamlar nimaga? Odamlar sizni rolingizni biladi. Ashulachisini biladi. Gaplashganda sizni ichingiz chiqishi kerak. Keyin sizni hurmat qiladi. Bu odam bunaqa fikrlar ekan bu odam deb siz bilan boshqacha gaplashadi odamlar. So'rashganda bilinadi hammasi. Hamma fikrlarimni o'zimga aytishadi. Siz dedi Farhod aka ana shu gapni yaxshi aytdingiz. Meni ichimdagi gapni aytdingiz. Dedimmi, demak u meni hurmat qila boshladi. Men chiqib ma'nochilik qilsam nima bo'ladi? Hammasi shu deydi. Hech bo'lmasa sohadagi odamlarni hurmat qilishi bilish kerak xalq. Chunki hurmat nimadan qiladi? Sani fikring, sani aqling, qilayotgan ishingdan. Men hozir ko'chalarda shu eslab mana siz bilan ishlagan. Hozir kampirlar meni ushlab olib, quchoqlab, o'pib, duola qilib tashlaydi. Bir nimalar yana dardlarini mana qarang, men kelinim bunaqa deb menga aytadi. Bitta chiroq o'chyapti, suvni yoqib bering deydi. Misol mana shunaqaga yaxshi ko'radi-da. Uni ustiga meni fikrlarimni eshitsa, bu odam deydi, sal kengroq o'ylar ekan-ku deydi. Menga nima Qahramon Quronboyev bir madaniyat nimasini ma'rifat boshlig'i bo'lganda, bir viloyatga yuborayotganda gap maylis qilganda, keyin Farhod aka, men sizni aktyor sifatida emas, olim sifatida chaqirganman. Keyin chiqqanidan keyin olim dedingiz, yo siz fikrlaringiz bilasizmi? Qarang. Yoqadi. Ma'qul, yoqadi-da. To'g'ri gap. Aktyor masxaraboz emas, masxaraboz ham aslida masxaraboz emas. Aytdim-ku boya, Nikolinlarni. Faylasuf, dunyoni gurungini qilsangiz, nahotki shu odam deysiz-da. Faqat eshitishmaydi ko'proq odamlar. Yana shunaqa odamlar bor, bir dunyoni gurungini, aka bitta yangisini aytib bering deydi. Ko'ryapsan, u shuni xohlaydi. Yo'q. Majbur qilish kerak. Bu siz bilan shunaqa hisoblash. Akademik hisoblash kerak. Albatta. Lekin aslida masxarabozlik ishini qilib aktyorlikka da'vogarlik qilayotganlar ko'p-ku. Voy. Endi bu qachon bu tugaydi? Qarang, mana seriallar, Endi seriallarni shunaqa
bir prezidentimiz aytib qo'ydilar, shu otalar so'zi qani deb. Endi ketdi bu kanal shu otalar so'ziga moslab buni hayot deydilar, bir nimalar. Telenovellalar o'tib ketdik. Endi qarang, mayli u yaxshidir, lekin shunaqa tez har kuni bitta chiqarish kerak ekan. Har kuni. Endi qarang, u rejissor tanlab o'tibdi, davay, san ol. Aktyorlar masalan menga bo'lsa, to'xtang, menga oldin pyesani bering, men bir 2 kun shuni tayyorlay. Yo'q, bugun kanal tepasida turadi. Endi o'shandan keyin aktyorlar yo'q. Bozorchi xotinlar zo'rda. Qaysi kadr bugun kadr o'rganib olgan. Shular chiqadi. 2 og'iz gapirdim, keyin aktrisa bo'lib mana bo'lyapti. Menga bitta ayol aytdiki, Farhod aka, meni ham olib chiqing, men seriallarda o'ynay dedi. Men jinni menga qarang, bu seni, bu ma'novachilik emas, bu soha, buni o'qish kerak institutda, bunaqa rollar dedim. Endi 2-3 oydan keyin telefonim kelib yotibdi. Chiqyapti u yoqdan menga, mana chiqdim-ku degandek qilib. Mana men chiqyapman degan. Men nima deyman endi unga? Mana shunaqa bo'lib ketdi. Bu qachon tugaydi bilmayman. Men o'shaning uchun hozir mana seriallarda chiqmayman, chunki men qiynayman. Aytaman, kim o'ynaydi men bilan? Ana kampit bormi desam, yo'q kampit yo'q, siz bilan yo'q edi. Yo'q, kampit bo'lsa men chiqmayman. Siz bilan bo'lmasa ham. Siz bilan bo'lmasa ham o'shaning sahnasi. Men bilan bo'lmasa ham aytaman, to'g'risini ayt desam, yo'q, endi bor bitta yarim o'shalar bilan qilaver deyman. Keyin banan pulni aytaman, shu bilan qochib ketishadi. O'zi aktyor ishini qimmat baholash kerakmi? Albatta. Qimmat baholash kerak. Endi qarang, mana bir qiziq narsalar bo'lyapti-da hozir. Ochiq eshiklar kuni deb teatrga tekin. Yana yaqinda 1 oy tekin kino qo'yib berishdi. Bu juda noto'g'ri. Nima, odamlarimizni teatrga puli yo'qmi? Kinoga puli yo'qmi? Tekin qilsangiz umuman kirmaydi. Tekin narsani qizig'i yo'q. Aksincha, uni qimmatroq qilish kerak. Buni xalqi shunaqa kambag'almi? Teatrga puli yo'qmi? Hammasini oilalari yaxshi mana hozir. Kim buni chalg'ityapti, o'zini yaxshi ko'rsataman deb? Balkim aytayotgandir, o'sha tepaga o'sha topgan odam mana har yili 500 ming kirayotgan bo'lsa 900 ming kirdi. Mana hisobot yolg'on. Kim kirdi? Qanaqa kirdi u? Nima oldi u etdan? Pul to'lab chiqqan odam kinoni ko'radi. Pulini ham qadri bor, kinoni ham qadrlab ko'radi. Hammasi o'zini tushunmoqchi bo'ladi. Uni maza qilib chiqib ketadi, fikrlab chiqib ketadi. Endi anu to'da olomonni qarang. Dobara mahalla qizib, nevarasi bilan kiradi, qiy-chuv, nima ko'rdi bilmaydi, maroshin yeydi, chiqib ketadi. Teatrda ham shunaqa qilishadi. Mana teatr endi hozir 100 ming so'm bo'ldi bizning parterimiz. Hozir 100 mingga nima beradi? Mana kelib teatr to'la ko'rishyapti, maza qilishyapti. Pulni o'ylayotgani ham yo'q. Agarki shikoyat bilan chiqsaki, biz teatrga bormoqchimiz, pulimiz yetmaydi desak-ku, boshqa gap. Yo'q, xalqdan chiqmayapti bu gap. Bu yerdan o'rtadagi odamlar bor, shulardan ish qilayotganini ko'rsatish uchun. Mana biz bunday qilyapmiz, mana bunday tekin nimalar qildik, tekin bular uyushtirdik. Tekin bo'lmaydi. Mana tekin tomosha bo'ladi dorvozlar, ko'chada. Hamma odam pul beradi. U ham tekin emas aslida. Tekin emas, pul beradi hamma. Aylanib chiqadi, pul beradi. Men pul bermayman, tekin-ku demaydi. Beradi, san'at yaxshi bo'lsa o'zi. Tomosha qildimi? Xalq shunaqa beradi. Nima kerak uni tekin, 1 oy tekin deb bir xunuk eshitiladi ana, e'lon chiqadi tekin degan. Bir gap o'ylab topmaydimi boshqa? Tekin. Nima bu? Tekin san'at degani. Tekin san'at kimga yoqadi? Bitta kartinka $1 million tursa, unga qanaqa qaraysiz? Tekin bo'lsa unga qaramaysiz. Yana bitta narsa ovoz berish bizda paydo bo'ldi. Masalan, bir san'at nimasi yaqinda bo'ldi, konkursmi nima bo'ldi, o'shanga xalqdan ovoz oling degan ovoz kelyapti. Men
mana shunga ovoz berib yuboring. Mani rejissyorim ham aralashibdi, bitta raqqosaga ovoz berib yuboringlar. Bundan oldin bittasi aktyorimiz menga aytdiki, menga ovoz berib yuboringlar o'tgan yili. Tushunmadim, nima bu desam, shunaqa ovoz. Bu noto'g'ri-ku. Hammasi haligi mahallani asfal qilishga ovoz beradi-ku. Xuddi shunaqa bu yotibdi. Bu qanaqa bo'ladi bu? Bu davlatda o'zini bir 5-6 ta oldingidek hakamlari, sohani kattalari bo'lib, badiiy kengashi o'zlari tanlash kerak-ku. Mana pul berib hammadan ovoz yig'ib chiqsam-da, bu qanaqa bu? Bu noto'g'ri-ku, umuman noto'g'ri. Qaysi odam buni o'ylab topgan? Noto'g'ri, to'g'rimi? Noto'g'ri-ku. Har yili bo'lgan-ku bu narsalar. Bo'lgan, mana biz e'tiroflarni olganmiz, boshqa bo'lganmiz. Hammasi mana nima tufayli bo'lgan. Endi men misol uchun bittasini meni qo'ysada ovozimni men butun Qashqadaryolarga borib telefon qilib hammadan ovoz so'rab, menga ovoz ko'p bo'lsa-da olsam, bu qanaqa? Keyin so'radi ma'lum nimada, o'sha qiz o'tdimi? Raqqosa desam, ha, o'tdi dedi. Mana. Tanimayman kim? Ha, uni sohasi bor-ku, uni o'sha baletdan o'tiradi bittasi, uni o'tiradi, uni roliklarini ko'rib chiqadi. Menimcha, ishini, mehnatini, raqsdan elementlarning talablari bor, ko'rib keyin tanlashadi-ku. Bu endi inson omili aralashmasin degan ma'noda insonlarning omilini aralashtirgan. Bu qanaqa bu? Nima men bunga befarq bo'lishim kerak? Nega? Mani munosabatim. Meni guruhlarda aytib yuraman, lekin mana bunday ham aytishim kerak-da, chunki shuni noto'g'ri deb bilayotganlar ko'p-da. Noto'g'ri bo'lib turganini bilib qatnashib turibdi shunga. Ovoz berib turibdi, lekin bilyapti noto'g'riligini. Ana shuni ham bir aytkim keldi-da. O'zi menga ovoz bering deyish ham sal g'alati-da o'zi aslida. Uyat-ku. Uyat. Tilim ham yomon o'zi meni. Aynan, lekin tan berishni ham bilish kerak. Men juda tan beruvchi odamman. Men qoyil qilolmagan ishimni qoyil qilganlarga shunaqa yaxshi ko'raman. Lekin atrofdagilar sizni tan berishni ko'p ham qoyillatmaydi deb o'ylaydi. Yo'q, mana hozir aytyapman, siz aytasiz. Men o'zim sohamda-chi. Men o'zim sohamda hech kimga qoyil qolmayman. Chunki sohani o'zim bilaman-da yaxshi. Sohamni yaxshi bilaman. Men sohamda professoriman. Har qanaqa janrda ijro qila olaman. Bu katta ustozlarni ko'rganman. Menga nima problem yo'q. Boshqa sohalardan, masalan, kosmonavtlarni, misol uchun, sportchilarni, basketbolchilarni qilayotgan, ana bu freestyle uchayotganlarni, bu yaxshi roman yozayotganlarni, yaxshi rassomlarni shunaqa yaxshi ko'raman. Men qila olmayman chunki shu ish. Men qoyil qila olmagan ishni qoyil qilgan odamlarni shunaqa yaxshi ko'raman, hurmat qilaman, tan olaman. Mana shunaqa bo'lish kerak odam. Ajablanish kerak. Ha, odamlarda eng nima kerak hissiyot bu ajablanish, hayratlanish, hayron qolish. Hayratlanishni maza qilib eng yuqori darajasida qilish kerak, qo'rqmaslik kerak, uyalmaslik kerak hayratlanishdan. Tomirlargacha his qilish kerak. Hada. Hayrat, shunaqa hayrat bo'lish kerak, o'zing kelolmay yurish kerak. Nahotki shu. Men haligacha samolyot qanaqa uchadi? Samolyotni mayli endi keyin tushunyapmanki, havo bilan uchadi, vorrak uchirgandek. 300 tonna kema nimaga cho'kmaydi? Turadi suvning ustida. Mana, hali ham hayratlar bor-da. Juda ko'p hayratlanadi. Lekin hayratlanishni bilish kerak. Hayratlanishdan zavqlanishni bilish kerak. Shunchaki hayrat emas. Emas. Qanaqa bu? Qanaqa qilingan bu? Deyish kerak. Hayrat bilan zavq. Hada. Teatrda, kinoda bugun siz uchun bormi? Hali ham bormi? Teatrda hayrat bilan zavq, kinoda siz uchun hali ham bormi? Bor. Bu ham bo'lmasa bo'lmaydi. Men juda yaxshi ko'raman. Hayratlanishni va hayratlantirishni yaxshi ko'raman. Bolalar, shogirdlarim bitta ko'rsatib bering deydi. Keyin spektakl qo'yarsam, hammasini o'zingiz o'ynay qoling deydi. Birlaring deyman. Shunaqa mazza qilamiz Farhodaga deydi. Shunaqa qanaqa buni qilasiz siz? Mana demak u hayratlanyaptimi?
Ammo bir paytlar shu Bahodir akaning haligi gaplaridan hayratlanganman. Qanaqa? Bir ro'yxatlarda yotgan spektakl bo'lardi. Shunda Abzal Rafiqov bilan Elyor Nosirov yigitni o'ynaydi. Qizi Mira Sayyora. Sayyora Yusova. Shuni tepadan zotdan otadigan joyi bor. U homilador shu otadi nemiz shuni asrab qolish kerak. Endi Elyor aka ham, Abzal aka ham Sayyorani bunday qilib stop Avaylab dedi-da chiqib. Davay dedi. Chiqib kelib Mira tortib kelib Sayyorani qo'lini ochilib ketdi. Shu qo'yib og'zidan suvlab what the fuck dedi-da. Wow. Mana aktyor. Hayratlandim-da. Mana men endi hayratlantirmasligim kerak. Shunaqa bu Zaimna deydi. Hayratlangan odam hayratlantiradi. Ana. Hayratlangan odam zavqlangan odam zavqlantiradi. Bu bordi keldilik dunyo bu. Falsafani qarang. Sizda bunaqa falsafalar ko'p. Ya bir xil shunday kelib qoladi gap bilan, da? Eski gapdir bu. No. Shunaqa bo'lish kerak dunyo. Muhabbat eski dard. Sevgi eski dard, lekin qalbni har doim yangilab turadi. Bugun sevgi, muhabbat haqida siz qanaqa o'ylaysiz? Eski fikrim mana. Yangilanmadi. Men to'polon qilganlarim keladi. Shoirlar bilan, tilshunoslar bilan. Men ko'nikuvchi xalqmizda biz. Biz to'polon qilmaymiz. Nega bunaqa demaymiz? Chunki siz ham yaxshi bilasiz. Tomoshabin ham yaxshi biladi. Sevgi boshqa, muhabbat boshqa. Ishq boshqa. Sevgi bu ishq bilan tugaydigan narsa, yengil. Muhabbat katta narsa. Siz menga savol berasiz, xotiningizga sevaman deb aytganmisiz dedi. Jonli efirda. Yo'q, jonli aytmaganman. Chunki sevmayman xotinimni. Xotinimga muhabbatim bor. U bolalarimning onasi. Sevgi bu shunchaki hirsgacha chopadi va tugaydi. Tamom. Muhabbat boshqa narsa, bu buyuk narsa. Bir shoirlar aralashtiradi. Rifma kelsa sevgim deydi. Qopiyasi ko'proq bo'lish kerak bo'lsa, anaqa. Nafratga muhabbatni to'g'rilaydi. Muhabbatni to'g'rilaydi. Mana shu Abdulla aka misol uchun kecha oqshom falakda oy bo'zarib botganda men seni esga oldim. Birinchi sevgim mening, birinchi sevgim desam bo'ladi. Birinchi muhabbatim. Ana shuning uchun ham ayrim chala olim odamlar, "Yo'q, mana Abdulla Allohga aytgan" deb buzadi. Da'vo qiladi. Hech qachon unaqa emas. Nima Abdulla Orifni Allohga aytadigan gapi yo'qmi boshqa? Shu sevgi ma'nosida birinchi muhabbatim deb kattaroq qilib aytgan. Sevgi kichkina bo'lib qoladi deb o'ylagan bo'lsa kerak. Men Usmon Azimdan nimaga bunaqa deb so'rasam, oxiri tavbaga chiqsam, shunday bo'lib qolganda endi deydi. Noto'g'riligini bilyapti. Mana shunaqa narsalarga qaralmaydi. Masalan, o'sha Amir Temur, sevgi, muhabbat, bu narsalarni alohida ajratish kerak. Shoir qiynalsin, topsin sevgiga sevgini topsin, rifmasini. Lekin mamla qilib aralashtirmasin birini biriga. Shuning uchun odam sal e'tiborli bo'lish kerak bu narsalar. Hammamiz ko'nib ketaversak, ko'nib ketaveramiz-da. O'zgarib ketadi hamma narsa. Shunaqa ekan. Demak, muhabbatdan odam charchamaydi. Har doim unga ehtiyoji bo'ladi. Sevgidan charchaydi. Hech qachon. Chunki bekorga muhabbat 3 ta bo'g'inlik emas-da. Muhabbat. Og'zingiz to'ladi, dilingiz to'ladi gapirganingizda. Iqroringiz to'ladi. Sevgi. Men seni sevib qoldim, sen ham sevmading, sevib qolmadim. Sevgini ilohiylashtirib bo'lmaydi. Muhabbatni olishi mumkin ilohiylashtirib. Shuning uchun ham Sherali Jo'rayev shu muhabbatga ham xalaqat qilmasam mahabbat deb shu buyoqqa qarab biladi. Muhabbat.
Hindistonni ilmi bilan muhabbat. Katta narsa. Vatanga muhabbat, onaga muhabbat, yerga, zaminga muhabbat, hamma narsaga muhabbat bilan qarash kerak. Sevgi bilan qaramaysiz-ku. Men seni sevib qoldim, gul. Nima bo'lmaydi-ku. Muhabbat. O'shaning uchun kechagi savolingizga mana bugun javob beryapman. Muhabbatim bor ayolimga. Bu buyuk sevgidan ko'ra. Ancha baland. Hı? Ancha baland. Ancha baland. Obro'lik. Sizni ruhiyatingizni, qarashlaringizni, xulosalaringizni o'zgartirgan voqealar ko'pmi? Yoki barmoq bilan sanarlimi? Endi uni ko'p desa ham bo'ladi. Unga e'tibor qilmayman men ko'p. Umuman shunaqa voqealar bo'lganmi hayotingizni o'zgartirib yuborgan? Yo'q, mana kecha siz menga to'g'ridan to'g'ri efirda aytdingizki, onangizga sovg'a berganmisiz? Dedingiz bolalikda. Mana menga bir anaqa bo'ldi bir. Ha, berish kerak-ku. degan narsa. Mana shunaqa narsalar ko'pda men joyida o'zgarib ketaman. Birdan fikrlayman-da, bunaqa bo'lish kerak emas ekan, bunaqa bo'lish kerak ekan deb. Men o'tirib falsafona emas, joy-joyida. Tez bo'ladi u, lekin men unga juda katta narsa deb qaramayman. Shunaqa bo'lish kerakdek. Chunki menga shuni, demak shuni ko'rsatdimi Xudo. Demak men shuni ko'rishim kerak. Menga har zaman befarq bo'lma deydi. Befarq ayt deydi. Gapingni ayt deydi. Farhod deydi, ayt. Yomon ko'rsa ko'rar, ayt deydi. Ertalab uyg'onib ketaman-da, keyin fikrlarimni nima qilib o'sha haligi o'zimni mukofotimni tasdiq qilishimni ham, misol uchun vaqti keldi, deb keldi signal. Men bugun sizni oldingizdan shunaqa chiqib ketamanki, yengil bo'lib, men aytib oldim. Hali aytmagan gaplarim ko'p, esimga tushganlari hozir endi u. Farhod aka, onangiz haqida ko'p gapirasiz. Mehr bilan to'lib toshib gapirasiz. Haqiqatan ham yuzlarida nurlari barakali edi-da. Barakali edi. Qandoq onam bor edi ya. Otangiz haqida ko'p gapirasiz. O'zi dadam xuligan odam bo'lganda, qamalib chiqib, keyin 19 yosh farq onam bilan dadam. Keyin bir qamoqdan kelib, bir kavrikot kostyum deydi, shularni plashlarni kiyib kelib, keyin jiyanlari brigadir bo'lgan, aytganki, jiyanlariga meni uylantirib qo'y endi, qishlog'ingdan kim bor desa, mana palonchini eri yo'q, palonchi, qiz olaman degan. Tog'a siz ko'rsat degan. Keyin otga minib paxta terayotgan bo'lgan, onam 16 yoshli qiz paxta terib ketayotgan bo'lgan. Ko'rib, Toshkentdan komissiya kelgan deb deganda. Ana shu deganlar. Yo'q, bu akalari, nechta akasi bor, yomon bular. Ana shu. Yo'q, tog'a degan. Xullas. Keyin sovchi qo'ygan, bo'lmaydi. Keyin adam otda kelib, bari qizni menga berasiz. Yo'qol deb kesak bilan olsa, bari kikir kulib, bari olaman qizni deb nima ketganda, keyin o'sha brigadirga bir kun aytganki, endi brigadir qishloqning kattasi. Brigadir xotini ham katta, endi hurmatli odam. Qishloq nima desa shular. Keyin olib qolgan. Mana bugun boshimni yuvasan deb onamni xo'p deb qolgan. Keyin shu qopga solib aravaga ortib olib qochgan. Keyin buni eshitib qolib, qiy-chuv bo'lib, keyin akalari ot bilan orqadan quvlagan. Keyin uyimiz bunda bir dovali, darvozaning davali yiqilgan joyi. Shunda olib kirib, bu yoqdan aylantirib olib ketib, qishloqqa borib qo'ygan. Olib qochdi degan gap bo'ldi. Bitta gap chiqishi kerak edi. Shu dadam, o'shancha onam, dadam gap chiqsa, dadang barmog'iga ham o'xshamaysan. Hech qaysing. Dirdilar. Ana shunaqa dadam. Lekin san'at yaxshi ko'rardi. Qamoqdan chiqib kelib,
ko'rgan bolalari biza ko'chani to'ldirib yur dedilar. Qo'ling ushlab, men unaqa qilardik. Kinoga borsak, to'ldirib yur ko'chani deb to'ldirib yurardik. Men bilan yaxshi ko'rardim mana shunaqa qo'llarini tomirlari bo'rtib chiqqanida o'ynab o'tirardim. Esimda qolgan nimalar. Quvlab chiqardilar. Daryo bor. Shu shiddatdan kelib daryoga o'zim tashlab o'tib ketsam, ha, kelasanki qaytib deb qaytib ketardilar. Dadam qattiq qo'l juda odam. Onangizga nisbatan ham qattiq qo'l bo'lganlar? Onangizga nisbatan ham qattiq qo'lmidilar? Go'ringdan olovini chiqarib ko'p urardi deb qo'yadilar. O'sha paytda Mana dadam bitta odam bilan urushgan. Ko'chada. Keyin uyga kirgan. Onam aytadi, dadang jinni deydi. Ansam cho'pon menga kiyqizib deydilar. Telpayni kiyqizib menga ko'chaga chiq bor. Qara Abdulla Mirzaxonaga ketdimi, uyga ketdimi? Mana nima choq chiqib, onam bechora chiqib qarab turibman. Abdulla aka yoqqa o'tdi, bu yoqqa o'tdi-da, keyin qishloqqa qarab ketdi. Keyin keldimda qishloqqa ketdi desam, mard onang nemgur, mard baribir deb qo'ydilar. Shunaqa edi dadam. Jaydari. Yomon edi. Bir kun Maysarani ishi spektaklidan to'g'ri efir bo'ldi-da. O'ynadimda, Raykina rejissyor bilmaydi nima deyotganimni. O'sha yerda mashoyiqlar aytganidek deyishim kerak. Dadam badalo'g'ri aytganlaridek, "Nayinki ish boshlading, hayallama hech, bugun qil, ertaga bo'lg'usidir kech" dedim-da, tugadi. Men qishloqqa bordim. Endi televizordan chiqqanman. Bir avtomobilga bu yoqda tushib, ko'chadan yurasiz. Ko'chadan ketyapman endi unisi bunisi. Endi Xozmak do'kon bor edi. Abduxalilov aka san'at yaxshi ko'radigan. Badalab, bu yoqqa stolchaga o'tkazib qo'yib, mana ko'rdinglar, dadasini otini aytdi, badal urdi deb aytdi, bu televizorda aytdi deb. Men xursand. Uyga kelsam, onam o'tiribdilar. Ko'rpa qolib. Assalomu alaykum san. Ke. So'mkan qo'ygandek. Shu o'g'risini aytish shartmidi? Terkib berganlar-da, orlari kelgan. Demak, noto'g'ri qildim demak deganman-da. Siz qanaqa ota bo'ldingiz? Kim biladi? Qornini to'ydirish boshqa masala, ko'nglini to'ldirish boshqa masala, ota sifatida. Do'st bo'lish. Ota sifatida men ularga g'urur berdim. Mendan maqtanishadi. Ular siz palonchini o'g'lisiz, palonchi qizisiz deydi, deyishadi. Lekin men bitta nimaga qarshiman. Masalan, Tohir Saidov men o'g'lim bilan do'stman. Yo'q, o'g'il ota bo'lish kerak. Men ko'p aytganman sizdan suhbatlarda ham shu haligi kelinni qiz yo'q. Kelin. Shuni orasida og'a, aka, qaynog'a degan gaplar, pochcha yo'qolib ketyapti-da. Masalan, erini, masalan, Farhod aka deydi. Meni xotinim aytmaydi dunyoda, bizda mumkin emas eri otini aytish. Shunaqa narsalarni men saqlab qolganman. Qadriyatlarni. Albatta-da. O'shanda distansiya bo'ladi, boshqa bo'ladi. Mehr boshqa, lekin o'sha distansiya, masofa bor. Masofa boshqa-da. Me'yor. Bekorga ular unvon qo'yilmagan pochcha, qaynog'a, tog'a, amaki hammasini o'zini harakatlanadigan statuslari bor-da. U bekorga shunchaki laqab emas-ku. U unvon. Shu narsalar buzilmasligi kerak-da. Shuning uchun bu meni qizim kelin. Qanaqa qiz bo'ladi? Qizing bor-ku. Masalan, kuyovni ham palonchi deb chaqiraman, kuyov deb chaqiraman. Bilish kerak. U kuyovligini bilish kerak. Haddini bilish kerak. Atrof ham shuni bilish kerak. Toshkentda misol uchun kuyovni juda bunaqa qilishadi. U yoqda kuyovga, kuyov, ana olib kel, kuyov.
Kuyov ishlaydi. Mehnat qiladi. Anaqa bo'ladi. Endi otalik boshqa-yu, bobolik boshqa-da. To'g'rimi? Masofalarni tan olmaydi bobolikka. Bobolikni eng mazasi nima uchun bobolar nevarasini yaxshi ko'radi? Nimaga? Men buni topdim. Boyagi strogi haligi nimalar bor-ku, Qat'iy rejim. rejimlar shular. Masalan, bolangizni erkalata olmasdingiz ota-onani oldida. Mumkin emas. Bilmasdan oyda qo'ysa, bolangiz to'kisib qo'yardi, onangiz bo'ldi, shu bilan tamom. Bekitib, hillab qo'yib, bekitib daq qo'yamiz, bo'ldi deydi. Mumkin emas. Birinchidan bu to'g'ri, bola erkalanib ketadi. Ikkinchidan ona turibdi. Onaga, otaga mehr bu yoqqa beradi degan narsa hammasi o'ylanganda eskilarda. Ayni nevara tug'ilgandan keyin ala ta hammasini unikini chiqarib olasiz. Shuni aytayapman, masofalarni tan olmaydi-da bobo. Bolangiz urushadi bolasini. Siz uni erkalatasiz, chunki siz qolib ketgan armon, mana shu yerda bolangizni erkalatmaganingiz, u nevaradan chiqarasiz. Mazada bu narsalar. Hozir yosh yigitlar bolam deydi, bir achchig'im chiqadi. Bolam. Men hali o'g'limni bolam deyman, Jamshid deyman. Hammasi yosh yigitlar. Kattalarga yoqmas ekanda. Mana bolam desam, onam voy deb qo'yadilar. Yoqmaydi. To'g'ri gap. O'sha biladi ular, hali keladi. Hali navara erkalaysan deydi. Bunga tegma deydi, hozir deydi. Uni men erkalayman. Zo'r narsalarimiz bor. Bilmaymiz, faqat e'tibor qilmaymiz. Rol tanlashda siz uchun eng muhim mezon g'oya, rejissyor yoki tomoshabin talabi. G'oya yaxshi bo'lsa-yu, rejissyor yaxshi bo'lmasa. Rejissyor yaxshi bo'lsa-yu, g'oya nogiron bo'lsa. Mana profil odam o'qigan paytda ssenariyni. O'sha siz aytgan 3 ta tamoyil ketadi xayolingizda. Parallel ketadi. G'oyada o'zi o'qiyapsiz. Keyin o'sha rejissyor qanaqa qo'yishini tasavvur qila boshlaysiz. Bilasiz u rejissyorni. Bilmaganingiz bilan keyin gaplashasiz. Qanaqa buni qo'ymoqchisiz? Menga yoqdi g'oya deysiz. Albatta tomoshabin turadi. Chunki bu yeydimi deymiz biz tilimizda. Bu yeydimi o'zi desak, keyin rejissyor sizga yo'lini aytgandan keyin bo'ldi, yeydi. Agar shunaqa qilib qo'ysak, yeydi deysiz, ko'nasiz. U baravar ketadi hammasi. Alohida ajratib bo'lmaydi. Bir xillari bordir, tomoshabinga faqat qilishadi. So'zni gapiradi, o'sha kuldirish qiladi, bir bola qiladi, lekin kinoni mezonlari, qoidalari o'tib ketadi, yo'q. Chiroqlar yo'q. Orqa plan yo'q. Podteksti yo'q. Hammasi to'g'ri gaplar, hali ochiq gaplar bo'ldi. Suratga olingan, ketdi. Endi ular kino ham emas, tirikchilik bir davridir. Lekin professional kino hamma qoidasiga javob berish kerak. Men mana Alisher Uzoqov bilan gaplashdim deb, men so'rab oldim astagina. Asta kishi bilmas. Bunaqami beti, bunaqa mana bolalarning ikkalasini dedim, ikkita bola bir-biriga gol berganda, meni nazarimda dedim, yosh bola ikkoyim, lekin qarashlari katta odamday. O'zi urinmay gol unga berdi, uni qarab qo'yishtarsam, ha, mana mana. Ko'rdingizmi? Men unga ham aytib oldim. Ham uni bilib oldim. Maydonda rejissyorga ergashish yoqimli-ya baribir aktyorga. Endi Alisher sizga ergashadi. Uni tan olish kerak. Endi aqlli bo'lsa ergashadi, maslahatlashadi. Ergashib ketmaydi, maslahatlashadi bir joylarni bunaqa. Mana masalan Yusuf Roziqov bilan men Boykenjayev va boshqalar filmida boshidan oxirigacha kadrdaman. Bunaqa boshqa bosh rol bo'lmaydi. Lekin menga biron joyda yo bunda qiling degani yo'q. Bitta turadi. Broviki domikam deydi, esimga tushirib qo'yadi, qoshim bunaqa turishini. Bo'ldi, ketdik. Men hammasini tushunganman.
kechqurun gaplashamiz o'tirib, ertaga mana bu kadr olamiz, ha, mana bunaqa ya desam, ha deydi. Ha, вот mana shunaqa deydi. Keyin shunaqa qilinganki, boshdan oxirigacha man-ku kadrda. Shunaqa kelinyaptiki, ertaga nima olinishini bilaman. Fikrimiz shunaqa. To'g'ri, erta kim kimni ketdan ketishi shart emas, erta ma'lum. Shunaqa narsa. Zulfiqor Musoqov o'sha bugun boshqa, bugun o'zgarib ketib bunaqa qilmaydi. Bitta stabilni bilasiz. Zulfiqor joyida topadi, maza qiladi, u boshqacha ish, jarayon. Hammam ham har xil. Yolqin To'ychiyev jim, Ayub Shoqobiddinov jim yurib, avval ssenariyni qolib qo'yishadi. Ular itoat qilishadi, menga ishonishadi. O'sha afg'on filmlarida ikki kunlab turib bitta kadr olish uchun imo qilishimni kutib turib, bular hammasi Afg'onni o'sha kadrini, o'sha kartinkasini kutish uchun, suratga olish uchun aslida 2 kun ham kamdi. Aslida. eng uzun kadr. Endi gapirib. Uni holati, obrazdagi ruhiyat umuman boshqa narsada. Bitta dublda. Boshqa bo'lmaydi uni. Shunaqa nimalarni Yolqin yaxshi ko'radi, o'sha Ayub. Chashmada ham bor shu. Yo'q, anaqada. Sevinchda. Sevinch. Ha. Qiz o'ladigan joyida bittada olingan, bitta shunaqa joylarni bittada olish kerak, boshqa bo'lmaydi u. Shunaqa, hammasini ham har xil ishlash, maza. Kinoni sog'inibsiz-da? Yo'q, chunki men chiqmayapman-da ko'p. Endi yosh rejissyorlar ularga yo'q deb aytsang bo'lmaydi. Pulini baland aytaman bittasiga. Shunaqa qilib keldim, lekin Yusuf sog'inganman ishlashini. Unaqa qilib qo'yib nimalar topadi. Men tushunmagandan mendan 3 qadam oldin yuradi. Masalan, bitta joyi bor, haligi tuflisi Leninni sig'maydi-da. Keyin yalang'oyoq chiqib ketaman. Moskvada, Dom kinoda odamlar turib chapak chaldi shunga. Men tushunmadim. Keyin o'tirib nimaga chaldi bilasam, tushunmadingizmi? Yo'q desam, qanday aytsam dedi. Bizlar to'ppisi tor keldi deydi-ku, deydi. O'sha zamon Leninni o'ziga tor keldi degan ma'noda. Men bilmayman-ku buni. Demak, hurmat qilaman. Mashhurlik insonni o'zgartiradimi yoki asl xarakterni ochib beradimi? Mashhurlik bu orzu. Orzu amalga oshgandan keyin siz bir davr bo'ladi, o'sha mashhurlik davri. Yulduzli davrda. Men davom etaman-ku, doim odamni aql boshqarish kerak. Aqlli odam mashhur bo'lganini bilmay qoladi o'zi. Ahmoq odam bitta filmdan mashhur qoladi-yu. U endi totadi bo'lmaydi uni. Keyin sizlarda gap ko'p. Jurnalistlarda, boshlovchilarda. Yazin chaqirasizlar, mega yulduz desalar, shuni aytmasanglar ham bo'ladi-ku. Falonchi aktyor desalar yoki xonanda desalar bo'ladi. Yo'q, yulduzimiz, mega yulduzimiz desalar, o'rganadi u bechora qulog'i. Keyingisiga boradida, mana e'lon qilmaysizmi, mega yulduz demaysizmi, deydi. Uni qanaqa tushiramiz keyin? Ana shu sizlarda ko'p gap bor-da, shunday xuddi bir gapirish kerak bo'lgandek. Estradamizni yolqin yulduzi, yulduz emas, yolqin yulduzi deysizlarda, ani bechora o'rgandimi keyin Yolqin so'z tushib qolsa g'alati bo'ladi. G'alati, bu kuta boshlaydi har doim. Ana ularda og'ir o'tadi bu. Chunki birdan lotereyaga chiqqanday mashhurlik emas u, asli tanilish u. Men aytaman doim. Tanilish juda oson. Ob-havoni o'qib chiqing televizorda, bo'ldi, taniqliksiz. Mashhur degani hamma taniydi siz. Mana masalan, menga kecha bitta o'ris, bu kino igraydi-da, bu artist deyapti, bitta qarasam. Mana shunaqa hamma taniydi. Mashhurlik boshqa. Eng qiyini o'shani ko'tarib yurish, elni ardog'ida bo'lish. U mazzasi o'sha. Nima qilsangiz yarashadi. Sahnada ham, kinoda ham nima qilsangiz
shunaqa qabul qiladi tomoshabin. Yaxshi ko'rib qabul qiladi. Himoyachingizga aylanadi. Ada, nima qilsangiz yarashadi, qabul qiladi. Ana eng zo'ri o'sha. Eng qiyini buni saqlab yurish. Uni bitta xato qilib qo'ysangiz, ketdi bittada. Tomoshabinday muttahami yo'q. Shuncha yaxshi bo'lganim bilan, chunki agar siz xato qilsangiz, sizni bir kunda kechirib yuboradi, unutib yuboradi, boshqasiga o'tib ketadi. Chunki uni majburiyati yo'q. Sizni bir umr sevaman degan joyi yo'q. Agar siz shuni ushlab tursangiz, siz bilan birga. Xato qilsangiz shunda boshqaga o'tib ketaveradi, haqqi bor. Ana shuni tushunadigan odam uni aqldan boshqarish kerak. Mani ko'p narsa to'xtadi. Bir narsalar qilgim keladi. Yo'q deyman, menga bo'lmaydi. Odamlar nima deydi deyman. Yana bitta gap. Biz eng katta gaplarni esdan chiqarib qo'ydik-da. Odamlar nima deydi? Qo'ni-qo'shni nima deydi degan gaplarni nima desa desin deganga aylanib ketdi. Aslida bu kerak edi. Kerak. Yomon bo'ladi degan gaplar. Nima yomon bo'ladi? Yomon gunoh bo'ladi. Yoshligimizda yomon bo'ladi, supurgini bunaqa qo'yma desa, nimaga demasdik? Nima yomon bo'lar ekan? Bo'ldi. Hozirgilar nimaga yomon bo'ladi? Keyin qo'shiqlar ham chiqadi. Nima desa desinlar, nima unaqa emas. Hisoblashish kerak. Qo'shni odamlar nima deydi deyish kerak. Ana shunga qaramay qo'ydik. O'shaning uchun bilganimizni qilib yotibmiz. Keyin bir narsalar bordi. Yupatish so'zi bor-ku. Odamlar yo'q bo'lsang bera olmaydi, bor bo'lsang nima qila olmaydi, odamlar gapiradi, uydan chiqmasang ham gapiradi, ichsang ham gapiradi deb yomon odamlarni gapiramiz-ku. Uni bu yoqqa aylantirib olganmiz. Gapiraversin odamlar deganlar. Noto'g'ri. O'ylash kerak, odamlar nima deydi ertaga? Men bunaqa qilsam, bu gap farzandlarimga qanaqa ta'sir qiladi? Oilamga qanaqa ta'sir qiladi? Mani onam ham, bolalarim ham o'sha odam-ku, o'sha el-ku. Shular men keyin men haqimda gap chiqib ketsa, nima bo'ladi? Men masalan bittasi bilan misol uchun ishqiy munosabatlarim bo'lib ketsa, bo'lish kerak bo'lsa, men to'xta deyman. Odamlar nima deydi? Qudalar nima deydi? Stop. Hamma odam nimasi desin, nima bo'ladi dunyo? Odamlar bilan hisoblashish kerak. Aql bilan hisoblash kerak. Faqat ahmoqning gapiga kirish kerak emas. O'zingiz uni hazm qilib, bu noto'g'ri ekanini bilib qaytishingiz kerak. Yo'q. Keyin faxrlanish uchun. Mimolotniy xatolar deydi. Mana juda katta odamni hamma yog'i o'ziga bo'ysunish kerak, aqliga. Talantni ham. Sizda bir tona talant borda, uni bu boshqarmasa, uni nima kerak? Jilovlay olmasangiz. Jilovlamasa, jilovlash kerak hammasini. Hirsini, hissiyotini, hammasini jilovlash kerak. O'sha eng dunyodagi xunuk ishlar, o'sha pedofillar deydi, boshqa deydi, hammasi o'sha jilovni bilmaganlikdan, ojizligidan odamlarni. Aqlli odam boshqaradi o'zini. Bir nafaslik hushyorsizlik shunday yo'llarga boshladi. Nega bir nafaslik hushyorsizlik bo'lish kerak? Har nafas odam aqlli bo'lish kerak. Hushyor bo'lish kerak. Ayniqsa bizani kasb. To'g'ri. Juda qiyin. Sizda shunaqa xayol o'tganmi, shu ishimga onam nima derkin? Masalan, rollarimda misol uchun bitta film bor, Nasriddin apani o'sha yerda hovuzga tushib olib, poshani pedikur qilaman damda. Shu ham rolmi? Tirnoqni yuvasan. Sen hokim bilan o'ynasang-chi? Ona u. Men yaxshi rol qilyapman yerda. Bilmaydilar-ku, ona bolasini xuddi hokim bo'ladigandek. Keyin tushunib ketdilar. Lekin o'sha gaplardan keyin rolim bo'ladigan bo'lsa, onam nima deydi bunga? Deb ko'plarini nima qilgan joyim bo'lgan. Vaqtim yo'q, unda qilib. O'zi rostdan ham maynavochilik bir narsalar edi-da. Keyin doim turadi. Onam nima deydi? Chunki onam ochiq aytadi. Anoyim bo'lmabdi deb.
keyin onam sekin sekin o'zimga ag'darib oldimda, televizorlarga chiqazib, boshqa qilib, mazalarini bildirib, keyin anaqa qilmay qo'ydilar, san bilasan o'zing deb qo'ydilar bo'ldi. Keyin himoya qilgan paytlari ham bo'lgan. Men bitta film o'ynaganman, Belarus filmda necha yil yalang'och xotinlar bo'ladi edi. Shuni bir qaynim rahmatlik shu qanaqa qilib shu qaynonamga aytib bergan, qaynonam bilan gap o'ynaydi, onam tepada. Keyin qaynonam ochilmay o'tirganlarda, nima qilib, "Ha? Nima bunday o'tiribsiz?" desa, "Ha, shu kuyov shunaqa rollar o'ynabdi." Onam so'radi, "Menga qarang, Xudojon. U bola chaqa boqadi. Uni ishi shu. Ana shu qizingizga ham shunaqa ishlab yediradi." deb Yoningizni yonim olib, keyin o'zim urushganlar, lekin o'sha yerda tushunganlar. Ular boshqa birov qilsa, u kasbi uni. Bola chaqa boqadi, shundan hurmat topadi deb men tomonga o'tganlar. hammani oldida. Hammani oldida, hamma keyin sinfdoshman bor edi u gapda. Advokat kuchli ekan. Uni yomon qildilar. Qaynlar shunday bo'lib qoldi dedi. Bitta gap ko'p aytamanki, Farhod aka sizni. Masalan, bugun sizni tomoshabin o'sha eslab orqali juda ham yaxshi ko'rib qoldi-da, yana ham yaxshi ko'rib qoldi. Yana ham bir tomoshabinlarning auditoriyasi kengaydi. Haqiqatdan yaxshi loyiha. Haqiqatdan odamlarning yuragiga kirib borgan loyiha. Lekin Farhod Abdullayevni men eslab orqali eslab qolishlarini hech qachon xohlamayman. Men ham shu. Men Farhod akani O'rtoqboy Kenjayevda, Afg'onda, Chashmada eslab qolishlarini xohlayman. To'g'ri, men o'zi bir yil menga taklif keldi televizordan, birinchi kanal aytdiki, bog' degan ko'rsatuv bor. Shuni olib borsangiz, rahbariyat sizni tasdiqlayapti shunga. Men aytdim, men qanaqa qilman, darhagimagan bo'lsam umrimdan. Yo'q, endi bo'ladi, yo'lli qilinadi, undan men aytdim, yo'q, men unaqa qila olmayman dedim. Menga umuman to'g'ri kelmaydi. Dedimda kelib yozibman kundaligimga. Men taklif keldi. Televideniyadan ko'rsatuv olib borishim. Bilaman, ko'rsatuv yaxshi bo'ladi. Lekin meni rollarim qolib ketib, tomoshabinlar boshlovchi sifatida eslashlarini istamayman. Yo'q deb yirtilib ketgan ekan. Esimda yo'q. Keyin ular eslab ko'ndirishdi, boshqa bo'ldi. Keyin men aytdim, "Kel" dedim, "Men bularga bir ko'rsatib qo'yay, qanaqa boshlovchi bo'lish kerakligini." Dedimda, ozgina vaqtga rozi bo'ldim. Shu bilan qolib ketdim. Keyin o'rga kelib bir kunda qilsam, yerto'ndan qarasam, "Voy" dedim. Men o'zim aldabman-ku. Dedimda, keyin borib oyog'imni bahona qilib, xullas ketdim. Endi televideniyaga odamlar kelgan, to'polon qilib, nimaga ishdan bo'shatdinglar degan, uni keyin eshitdim. Keyin xullas u gap, bu gap o'rtaga odam qo'yishdi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Keyin bir ikkita Shu odam bo'lmasa shu loyiha davom etmaydi. Keyin bir ikkita odam katta hurmatli odamlar aytdiki, menga Farhod nimaga chiqmayapsan? Diktorlar chiqyapti. Men bo'ldim desam, yo'q, sen unaqa qilma. Seni bu ishingni savobi bor. Qanaqasi, bu savob ish qilyapsan sen deb, xullas qo'ymadi. Keyin o'sha rahbar chiqdi. Keyin maoshimni bir bala qilib, xullas keyin hali sizni gapingizni aytib, sizdan boshqa hech kim buni qila olmaydi, yopish kerak bo'ladi. Mana ko'ryapsiz-ku. Xullas ko'ndirishdi, keyin yana qaytdim, ko'nikdim. Shu, lekin o'sha narsa yomon ish emas, bu ham ijodiy ish. Buni ham o'ziga yarasha bir mas'uliyati bor, o'ziga yarasha bir zavqi bor, hayrati bor. Buni tan olish kerak. Lekin baribir Farhod akani tomoshabinlar nuqtai nazaridan qaraganda obrazlari baland turishi kerak. Lekin aqlli tomoshabin buni ajratib oladi. Men chunki nimaga aytsangiz, men o'zimni tinchlantiradigan narsa, men unga bog'lanib qolmadim. Ikkinchi daraja. Asosiy ish emas. Asosiy ish emas. Men o'sha bilasiz, teatrlarda ishlab, boshqa mana spektakllar sahna, kinolar o'ynayapman, rollar o'ynayapman. Asosiy ishim gurullab turibdi-da. Agar men o'tib ketganimda bunga birinchi o'ringa bo'lib, o'zimni ham qiynar edim, boshqa ham. Men chunki o'zingiz bilasiz, meni kunimga qarab dushanba kuni bo'sh kunim olishadi.
ko'nglimga qarashadi. O'shaning uchun man sal unaqa o'zimni shu sal tekshirtiradi. Agar man qolib ketgan bo'lganimda edi, ayrim boshlovchilarga o'xshab faqat shu bilan bu kanalga o'tib, yo'q, man asosiy ishim bu. Asosiy ishimdan to'xtaganim yo'q. Aksincha. Rol o'ynamasam spektakl qo'yaman. O'ynayman, boshqa teatrga boraman, bu qilaman. Mana shunaqa qilib man aytaman, bir dron, tepada dron bo'lsa-da, meni ko'rib tursa. Kichkinagina shu tepakal odam pitir diydorga boradi, Sirdaryoga bex keladi, dublajga telib nima qilib shu odamni bunday tepadan qarab tursa, hayron qolsa kerak deb qo'yaman-da. Yoqadi menga shu narsa. Borida, imkon borida o'sha ishlarni qilib qolish kerak. Mana shu suhbatimiz ham shuni dalolati. Gapirish imkoniyating bormi hozir? Gapiradigan gaping bormi? Jur'ating bormi? Qilish kerak shu ishlarni. Bo'ldi. Ertaga desa bo'lmaydi. Endi biz yoshimizda shunga kelib qoldi-da. Lekin meni yoshimda mendan katta odamlarning befarqligini ko'rsam jahlim chiqadi-da. Nimaga yashayapsan? Nimaga bir hech bo'lmasa bir mana bunga bir gulga e'tibor qilmasang yoki bir yo'q endi men desang nima kerak? U o'zini o'zi qiynamaydimi? Men gaplarim bor-ku, ular o'zim bilan o'zi gaplashmaydimi? Men gaplashaman o'zim bilan o'zim. Ertalab uyg'onib ketaman, gaplashib, keyin yurishga chiqib ketganimda ham fikr. Endi faqat bitta zaif tarafi yozib qo'yishim to'g'ri kelyapti. Xotira asosda ishini ko'rsatyapti. Xotira ismlarda ko'rsatyapti birinchi. Shu ismga yo'q bo'lib qolyapman nimagadir. Siz xavotir olmang. Siz 70 da shunaqa shikoyat qilyapsiz-ku. Hozir yoshlar biz shunaqa deydi, men ulardan o'rnak olishim kerak emasdi. Siz yaxshi demoqchi emassiz, seningiz yaxshi, hech qanaqa qilmang. Bitta narsa bor Farhod aka. Har bitta masalan siz zo'rsiz Farhod aka, siz zo'r aktyorsiz, zo'r odamsiz. Sevdo sen zo'rsan, sen zo'r jurnalistsan degan e'tiroflar aytganingizdek quloqqa yoqadi. Lekin shaxsan men o'zimni bahoyimni bilaman. Menga 5 qo'yishgan joyda rahmat deb ketgan bo'lishim mumkin, lekin o'sha yerda 5 ga loyiq emasligimni bilaman-da. Bilish kerak. Siz o'zingizni bahoyingizni bilaman. Aytganmisiz bahoyingizni boshqalarga? Yo'q. Hamma aytadi. Men ko'proq boshqalarni baholashni yaxshi ko'raman. Mana men siz bilan bekor gaplashmayapman-da. Men 2-3 ta jurnalist bilaman. Gaplashsam bo'ladigan. Hozir mana siz, Sevdo va Musajonova shu bilan gaplashaman. Ikkita qoldinglar shekilli, men gapira oladiganim. Shuning uchun siz to'g'ri yo'ldasiz va o'zingizni o'sha bilganingiz ham yaxshi. Bilish kerak. U havolanib ketishi mumkin. Odamlar nimalar deb maqtamaydi. Oho deb. Yo'q, lekin siz o'zingiz bilishingiz kerak. Ha deyish kerak. To'g'ri, rahmat. Lekin o'zingiz bilan o'zingiz qolganda o'zingizni qanaqa qilib aldingiz? Mana bitta narsani misol qilaman doim. Sigaret tashlash haqida. 26 yil bo'ldi men tashlaganimga sigaret. Men aytaman, mana birovdan garov o'ynaysiz-da. $2000 garov o'ynaysiz-da, keyin chakis kelgan payt, mendan azizmi shu deb urib yuborasiz. Lekin o'zingiz bilan o'zingiz gaplashsangiz, yotib gaplashganman, menga kerakmi shu? Ko'z oldimga kelgan sigaret bering, gugurtib, sen gugurtim yo'q, sigaretni keyin oldirib olay desamda egilib, nima qilganlari shexin, shuncha past fazilat, menga kerakmi? Tashlayman dedim. Bo'ldi. Ertasiga teatrga keldim, 3 ta donamni, 4 ta qolgan, bittasini chekib, men tashladim bugun narsaga, menga bering, yo, tashladim. Bo'ldi dedim. 2-mart 2000-yil. Sanalarga yodingizda qolgan. 3-mart kuni qiynaldim, 4-martni toqqa chiqqanmiz. Hamma chekadi. Ana azob shu bo'lgan. Yo'q deganman. Mana 3-4 kun o'tib ketdi, mana 26 yil bo'ldi. Yashasa bo'lar ekan. 100 marta bo'ladi. Bekor gapni tashlamayapman. Chunki o'zini o'zi aldaydi odam. Gapni men olib keldim. Odam o'zi bilan o'zi gaplashsa, hech o'zini o'zi aldagan odam ahmoq bo'ladi u. Demak, o'zini o'zi ishontira olmagan birinchidan, beburt. Keyin
buzgan bu 2 marta bepurt. Shuning uchun maqsadlarni ham o'zingiz bilan o'zingiz gaplashib qo'yishingiz kerak. Bir maqsad qilayotgan paytingiz oldin o'zingiz bilan gaplashib olib, o'zingizni ko'ndirib shunga ahd. Keyin qadam. Bu chala bir maqib ko'ring, yo'q, bo'lmaydi. O'zingiz bilan o'zingiz gaplar. O'zingiz bahoyingizni bilasiz. Bu yolg'on gap hammasi. Men deydi bilmadim. Boya aytdim-ku, meni hali rejissor kelib ochmadi. Hech kim ochmaydi, hech kimga kelib. Sen o'zing ochilishing kerak. Yolg'on gaplar o'zini bilmayman, odamlarda bormi? Bu xususiyat hayvonda bormi, yo'qmi bilmayman, odamda borda o'zini o'zi aldash. Unday bo'ldi, bunday mashina avariya bo'lsa, o'zing ishlama qilmadimi? O'sha temir ekan-ku, bir bola narsalar. Keyin bundan battar bo'lishi mumkin-ku. Boshqa shunaqa gaplar. O'zini aldab, bu ham zo'r narsa lekin asli. Boshqa hech narsa qolmaydi. O'zini aldab, o'zini ko'ndirib, masalan, otang o'lsa, onang o'lsa ko'ndirishlar bor-ku o'zini. Bu haqiqat. Tabiiy bir holatlar bor. Tabiiy holatlar bor. Ana o'sha paytda bu ishlatsa bo'ladigan. Lekin bir maqsadlarda noto'g'riligi bilinib qoladi, chunki o'zingiz ishonmagansiz. Masalan, men tepaga chiqaman desa, chiqaman. Yo'q, o'zingiz bilan gaplashib olsangiz, bungacha boraman. Bundan bir deb olaman, ketdim. Bo'lish kerak-ku shunaqa. O'zingiz baholaganingiz to'g'ri. Birovga aytmaysiz uni, o'zingiz bilasiz. Imkoniyatingiz bilasiz. Bilmay yiqilib tushish yomon. Yurakni eshitib, aql bilan, tafakkur bilan harakat qilasiz. O'zingizni bahoyingizni o'zingiz yaxshi bilasiz. O'zingizni qadringizni baland qo'yasiz. Tan olmaganlaringizga yaqinlashmaysiz. Uzoqroq yurishni ma'qul ko'rasiz. Iloji bo'lsa, shunaqa. Men kitob yozish qo'limdan kelmaydi, sabrim chidamaydi, lekin mana shularim qolsa, misol uchun meni nimalarim maqsadimga yetgan bo'laman, fikrlarim ayta olganimdan keyin yoshlar meni ko'rib o'rnak olsa, ular ham gapiradigan bo'lsa, hamda haligi fikrlaydigan bo'lsa, sal jur'atlik bo'lsa, ommaga qo'shilib ketadigan bo'lmasa, o'zini fikri bo'lsa, o'zini dunyo qarashi bo'lsa va ularni hurmat qilishsa, qaysidir bitta yoshlar mendan Farhod aka mana shunaqa qilardi, men ham o'rgandim desa, men xursand bo'laman. Salomat bo'ling Farhod aka. Yana shunaqa suhbatlarni birga o'tkazaylik. Rahmat.